Hayotning o'zi bir ustozdi. Maktablarda o'quvchilarning og'zidan eshitib qolaman. Unday savol tushmaydi deb aytdi ustozim dedi. Tushadigan savolni bersin shu ustoz menga. Tibbiyotda kimyoning ahamiyati. Kimyosiz tibbiyotga kirib ham bo'lmaydi. Boshqa yerdan yomonlikka o'quvchilar ham bormi masalan? Hamma repetitorda bor. Bu yaxshi emas bu. Ximiyaning saviyasi tushib qo'yadi kundan kun. Shuning uchun abituriyentdan talab etiladigan narsa repetitorni qiynash kerak. Natijaga erishish uchun. Repetitordan talab etiladigan narsa abituriyentni tayyorlashda qiynalmaslik kerak. Maktabga ilk qadamlarimizni ko'chakimizda faoliyatingizni boshlagansiz. 2005-yilda. 20 yildan beri. Bo'ldi, charchadim. Bu karmon yakun yurtdi. To'xtataman, boshqa kar o'taman. Ne vaqtiz? Deyarli har kuni aytmoqlarim bo'lgan. Ketib ham qolganman guruhni tashlab. Onlayn yoki offlayn kurslarni arzon yoki mutlaqo bepul qilib qo'yilganda nima bo'lar edi? Yo'q, bepul degan tushunchani ishlatmaslik kerak. Umuman mumkin emas. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Bugun bizani Arbob nomli podkastimizni ko'p vaqtdan beri rejalashtirib turgan va ssenariysi nimalar gaplashiladi deyilgan birinchi qismini syomkasi bo'ladi. Aziz ustozimiz San'atbek Isayev bilan va San'atbek ustoz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. San'atbek Isayev 1987-yil 9-martda Yangi bozor tumanida tug'ilgan. Oddiy maktabni 2005-yilda tamomlagan. 2005-yil Urganch davlat universitetiga grant asosida o'qishga kirgan. 2009-yilda imtiyozli diplom bilan Urganch davlat universitetini tamomlagan. Kimyo fani bo'yicha 4 marta respublika g'olibi. Repetitorlik bo'yicha 20 yillik tajribaga ega. 2000 yaqin abituriyentlarni oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishiga ko'maklashgan. Partiyaviyligi Liberal Demokratik partiyasi. Qo'shimcha qiziqishlari sportning Muay Thai turi bilan shug'ullanish va ma'noli aforizmlar yozish. Yoshlikdagi kasbi etikdozlik. Eng yaxshi ko'rgan sitatasi fikrlar narsalarni yaratadi. Kayfiyatlaringiz nechuk? Ajoyib. Avval menimcha podkastga chiqmagansiz. Bu birinchisi. O'zingizning iloji boricha erkin tutish so'zni men so'rab qolardim, chunki biz endi o'sha maktabga ilk qadamlarimizni ko'chakimizda siz o'zi faoliyatingizni boshlagansiz 2005-yilda. 2005-yilda. Siz bir duo qilib qolsangiz bizani yuringimizni boshlasak ekan. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohim bugun kechamizni xayrli, barakatli qilib shu qilayotgan suhbatlarimizni hamma uchun manfaatli qilgin. Yuzlarimizni yorug' qilgin. Allohu akbar. O'zi men ustoz sizni podkast olishdan oldin Alloh taolo bir tasodiflar bilan birlashtiradi. Shu vaqt aytdim sizga podkast alatiraman ustoz deb. Keyin rejalashtirdim. Nomini ko'p o'yladim. Nima qo'yamiz, nima qo'ysak shu bizning o'zlarimiz ham obro'liroq bo'ladi, sifatliroq, chiroyliroq bo'ladi deb Arbob deb rejalashtirdik. Chunki har bir mutaxassis ko'p yillar davomida bir kasb bilan shug'ullanar ekan, arbob sifatida shakllanadi, mutaxassis bo'ladi. Va arbob boblar yig'indisidan iborat bo'lgan edik. Har bir mutaxassis ham o'zine yarasha jabhalari, sifatlari, fazilatlari, odatlari, xarakteri, mindseti deymiz buni inglizchada eng olib boradi. Va bugungi maqsadim sizni 100% o'rganish. Ya'ni qayerdan bunday qobiliyat, qayerdan bunday iste'dod, qayerdan buncha shunchalik o'quvchilar kelib sizni chillamoni hurmat etib o'rganib turibdilar. O'zi boshlang'ich yoshlik maktab chog'ini eskib qo'ying. Fayzulla mana bizning ajoyib harakatchan shogirdimiz bo'ladi. Fayzulla o'zi shu abituriyent vaqtidan shu liderlik qobiliyati bilan, tirishqoqligi bilan bir boshqalarni bir ishontira olish xususiyatlari bilan o'zi boshqalardan ajralib turgan yigit. Men ko'p vaqtdan beri mana shu podkastga birga chiqamiz, ustoz deb taklif etadi. Meni vaqtim bo'lmaydi, meni vaqtim bo'lsa Fayzullaning vaqti to'g'ri kelmaydi, ish qilib surilib mana bugunga keldi. Bu ham bir Allohning yaxshiligini ustoz va murabbiylar kuni bilan barcha ustozlarni tabriklayman. Sen tabriklayman ustoz. Ustoz degan nom ustoz bo'lish hammaga emas bu. Ko'p mehnat, ko'p mashaqqat, ko'p qarshiliklar yotadi buni ostida. O'zi hayotda
kimdandir nimadir o'rgangan bo'lsa, shu biz uchun ustoz shu. Biz hammani qadrlashimiz kerak. Avvalam biz uchun birinchi ustoz ota-onamiz bo'ladi. Tarbiyalab, ulg'aytirgan, bizlarni shu qiynalmasin, fandan yemasin deb ko'p nasihatlar bergan. Yoshlikda bularga e'tibor bermaslikka harakat etganmiz, sho'xlik etganmiz. Shunday xato kamchiliklarga yo'l qo'yib, shunday ulg'aydik. Endi men hammani bayrami deb bilaman bu bayramni. Avvalam o'zi shogirdlarimiz ham bayramidan bu. Shogirdlarimiz uchun bu bayramni nishonlash kerak. Shogirdlarimiz bo'lsa, bizni qadrlagan shogirdlarimiz bo'lsa, biz ustoz degan maqomni saqlab qolamiz o'zimizda. Bizni ustoz qilgan kim? Shogirdlarimizda. Shu ustoz otangdek ulug' deydi. Otamiz bizni osmondan yerga olib tushib qo'ygan bo'lsa, ustoz osmonlarga olib chiqib qo'yadi. Shuning uchun ustozning maqomi ota bilan tenglashtiriladi. Albatta ustoz. Endi men bu sohaga repetitorlik sohasini shu 2005-2006 yillar kirib kelganman. O'zi boya aytib o'tdim. Birinchi ustoz ota-ona bo'ladi degandek. Albatta. Meni bu ximiya yo'nalishini tanlashimga o'zi opam sababchi bo'lgan. O'zi endi jo'ralar bilan podkursga qatnab tayyorlanib yurgan vaqtlarimiz, endi men buncha podkursga qatnamaganman. Men o'zim mustaqil shug'ullanganman, ximiyadan ham, biologiyadan ham. O'zim olimpiadalarda qatnashdim. Lekin bu yerga shaharga kelib, shu 2005-yillari kvartirada ijaraga yashab, ijarada turib, mustaqil o'zim abituriyent bo'lib, repetitorsiz ximiyani, biologiyani o'qib, maktabdan bir qisman ozod bo'lib, mana shunday tayyorlanganmiz shu vaqtlari. Keyin men o'zi pediatriyaga kirishim kerak edi. Medinskga kirib bilar edim bolam bilan. Lekin opam aytdi, bolam dedi, sen doktor bo'lsang, buncha kuchli doktor bo'la olmaysan dedi. Sen ximik bo'lishing kerak, sen doktorlarni tayyorlashing kerak dedi. Sen ko'plab doktorlarni chiqarasan dedi. Paramedikal. Chiqarishing mumkin deb ham aytmadi. Chiqarasan dedi. Shu ona beri bir ko'ngilda o'tgan. Ichki intuitsiyasi kuchli bo'ladi-da. Birinchidan o'zi ayollarning intuitsiyasi kuchli, sezgisi. Onaniki-ku farzand uchun 2-3 hissa sezgisi kuchli bo'ladi. Chunki farzand aurasi bilan baribir onaning aurasi bog'langan. Shuning uchun ko'p ayniqsa o'g'il qiynalib qolgan vaqtlarimda, ya'ni meni aqlim ojizlik qilib qolgan vaqtlari baribir opamning maslahatini olib turaman. Hozir ham olib turaman. Baribir opa har qanday vaziyatda baribir bolasini yomonlik tilamaydi. Shunda 2005-yil repetitorlikni ustozlar bilan birga boshladik. birinchi boshlagan kuningizda nechta hayajon, nechta emotsiyalar bo'lsa? Endi unda universitetdagi o'zimizni domlalarga, shularning auditoriyasidagi o'quvchilarga qarashganmiz, shularga dars o'tganmiz, masala ishlaganmiz. Mavzu o'tganmiz 2-3 yil davomida baribir bu repetitorlikqa qo'limiz tushib ketgancha kirib olganimizcha baribir qaysidir bir ustozga shogird tushishimiz kerak hammamiz. 3 yil, 4 yil mana shu ko'nikma uchun ketadi. Keyin bir 7 yillar, 8 yillarga qarab o'zimiz mustaqil bo'lib, professionallashib, o'zimiz alohida guruh ochib, podkurs tayyorlab bilishimiz mumkin, o'quvchi o'qitib bilishimiz mumkin. Shunday. O'sha 7 yil nechta bo'lasiz uchun? 2005-yildan 2012-yilgacha. 7 yil boshlanish. Moddiy tomondan olib qaraganda deyarli manfaatsiz bo'lgan. Moddiy, men deyarli pul topmaganman u vaqt. Boshida baribir pulga qiziqmaslik kerak deb o'ylayman. Hozir nima boshida natija uchun ishlash kerak. Natija uchun ko'p mehnat qilish kerak. Kerak bo'lsa, yangi boshlagan repetitorlar professional repetitorlardan hozir ko'proq mehnat etish kerak bo'ladi, lekin kamroq pul topadi. Boshida ana shu narsaga sabr qilish kerak bo'ladi. Agar u maqsadni pul topish deb qo'yadigan bo'lsa, men auditoriyamni to'ldirishim kerak, ko'proq bola tayyorlashim kerak deb
songa qiziqadigan bo'lsa, u sinishi osonroq bo'ladi. Bu sohadan tezroq uni ko'ngli sovib, shunday ruhiy nimaga tushishi mumkin. Depressiyaga tushib qolishi mumkin. Chunki u masalan yil boshida men 3 ta gruppa, 4 gruppa tayyorlayman deb reklamalarni zo'r qilib berdi. Unga kutilgandek o'quvchi kelmadi. Bir guruh ham to'lmay qoldi uni. U kutyapti, 3-4 gruppani tayyorlayman. Ko'proq pul topaman, mashina olaman, joy olaman deb maqsad qildi. Bir yilning o'zida. Lekin o'zi kutgandek natija ola olmagandan keyin bu sohada muvaffaqiyatga erishib bilmayman ekan, meni qo'limdan kelmaydi ekan degan shunday fikrlab o'tib, tushkunlikka tushib, bu sohadan sovushga olib kelishi mumkin. Shuning uchun boshda sifatga ishlash kerak. Bir bola kelsa ham, shu bir bola bilan alohida o'tirib ishlasa ham, unga mavzu o'tadimi, masala ishlatadimi? Shu bir bola bilan shunday chiroyli dars o'tish kerak. Mana shu. Hozir ko'p o'qituvchilarni ko'ramiz. Endi biz endi 99-yil bo'lgandan keyin ular aynan allaqachon girganlar va endi girib keltirganlar va birinchi yilni o'zida deb maqsad qo'yadilar-da. Siz aytganingizdek o'sha ko'p vaqtni ular o'ylab ham ko'rmagan. Ko'pincha menimcha ya uni hali bilmaydi, og'ir yengilini, qanday qiyinchilikdan o'tadi. O'quvchilar bilan ishlaganda o'quvchilarni filtratasizmi? Keladi o'quvchi, uni filtratib, misol uchun ko'p o'qituvchilar aytadi, men bilgan o'quvchini o'qitaman, IQsi baland o'quvchini o'qitaman yoki bo'lmasam boshqacha o'zini filtrlarini qo'yadilar. Bu noto'g'ri bu. Bu narsa masalan hech kim ham yaxshi biladigan o'quvchi o'zidan o'zi biz auditoriyamizga kirib kelmaydi axir. Haqiqiy pedagog noldan boshlab o'qita olsa o'quvchini. Noldan boshlab o'qita olsa, yana auditoriyasida birgina o'quvchi masalan o'sha ximiyani o'rganishda qiynalib turibdi, o'sha birgina o'quvchiga ham auditoriyada, bo'sh auditoriyada dars o'ta olsa, ana shu uning pedagogik mahoratidan shuni ko'rsatib beradi. Buni hozir saylashga bizning haqqimiz yo'q deb o'ylayman. Endi ayrim repetitorlar bor. Masalan, auditoriyasida abituriyent ko'payib ketgan. Bilimli o'quvchini qabul qilaman yoki sertifikat darajasiga qarab o'quvchilarni qabul qilib, o'qimaydiganlarni iqtidor jihatdan sal orqaroqda o'quvchilarni ularni yoki shogirdlariga berib turibdi yoki tayyorlanmasligini aytib qaytarib turibdi. Bundan to'g'ri narsa u. Nechun qaytarishing kerak? O'zing ham boshda nol bo'lgansan-ku. Masalan, biologmi, ximikmi, noldan boshlagan-ku, ham to'g'rimi? O'zini shuni o'rniga qo'yib ko'rsin. Kim o'qitadi ularni? Ular nera bor? O'sha o'qituvchiga havas etib, o'sha kuchli repetitorga havas etib keldi u. Men o'qitim deb. Endi kimga boradi u? Seni havas etib, sendan umid etib keldi, uni qaytarmaslik kerak. O'qitish kerak. O'sha hamma o'quvchi misol uchun hozir sertifikat olmaydi. Lekin reklamalarda biz ko'ramiz, ko'p 6 oyda plus, 2 oyda plus deydilar, lekin ko'p o'quvchi baribir olib bilmaydi-ku. Nima uchun aynan hamma olib bilmaydi sertifikatni? 100% bo'lishi mumkin emas-da bu narsa. O'zi hech narsa 100% bo'lmaydi-ku. Albatta. O'quvchilarim 100% girdi o'qishga deydi. Lekin 100% kirmaydi hech kimniki. Endi bu reklamalarda bu og'zaki aytganda baribir bo'rttirish bo'ladi. Niskarif narsa mubolag'a. Reklamalar mubolag'alar ishlatilishi, aniq raqam aytilmas. Odamlarning o'zlari qulog'i shu narsaga o'rganib qolganda. Shunday gaplarni eshitishni istaydi odamlar. Agar yo'q, sen oxir 3 oyda, 6 oyda sertifikat ola olmaysan desang, seni yomon ko'radi ular. Ularga shu gap qulog'iga yoqadi. 6 oyda 8 oyda sertifikat olib beraman, garantiya kelaver, podkursa. O'zim o'qitaman sen degan gap odamlarning qulog'idan yoqadi. Keyin bu auditoriyaga kirib olgandan keyin o'zi tushunib yetadimi? 6 oyda 8 oyda olib bo'lmasligini yaxshigina tushunib yetadi. 1 oy 2 oy ichida tushunib yetadi.
odamlar yaxshi uchun harakat etish noda bo'lish yaxshimi? Yaxshi uchun qanday nada? O'quvchilar yaxshi uchun, auditoriya yaxshi uchun harakat etish, ularning xohishlari bilan harakatlanib turibdi hozirmi? Yo'q, yaxshi degani endi o abituriyentning ko'nglini olish dars nuqtai nazaridan qaraganda yaxshi narsa. Pedagog va repetitor har bir darsini mazmunli etib tashkil etishga majbur. Har bir darsda mesela abituriyent zerikmay o'tirishi kerak bo'ladi. Shunday etib dars olib borishimiz kerak bo'ladi biza. Ularning ko'nglini olish deganda men shu narsani tushunib turibman. Ko'p ota-onalar bilan ishlaganman, ular aytadi, farzandimni deydi, eti sizniki shunaki meniki deydi. U degani xohlagancha urib, so'kib o'qitsa ham bolam o'qisin deydi. Shuni chiqarasiz o'zi. Ya, endi ota-onalar ko'pchiligi aytadi, menga ham aytadi u gaplarni, lekin ayrimlari bu narsani bilmaydi, gapning nerga ma'nosini nerga borib turganini bilmaydi deb o'ylayman. Chunki u eti seniki, suyagi meniki degani, mabodo shu podkurs jarayonida farzandim qiyinchiliklardan, ustozdan gap eshitibmi, tayoq yebmi, o'lib qolsa, menga suyagini qaytarib bersang bo'ldi degan ma'nosi kelib chiqadi. Shu bu endi aslında urush degan narsa to'g'ri narsa emas. Boshida baribir yaxshi gap bilan tushuntirib, bir necha marta. Keyin ota-ona bilan gaplashib, bir necha marta ogohlantirgandan keyin ham o'zgarish bo'lmaydigan bo'lsa, boshqacha metodlarni qo'llab ko'rib, unda ham foydasi bo'lmaydigan bo'lsa, podkursdan bir haydash choralarni ko'rib, uni shuni ogohlantirib haydavermaydi. Psixologik yon. Undan keyin ham agar o'quvchi yana o'zgarmaydigan shunday davom qilaveradigan bo'lsa, unda ozgina bir nadan urib ko'rsa bo'ladi. Lekin urib o'qitish degan aslida to'g'ri metod emas u. Majbur bo'lganda uramiz biz. Repetitor hech qachon havasdan ichi qisqandan urmaydi u. Majbur bo'lganda uradi. Masalan, gapingni aytganingni etmasa, kimdir seni deganingni qilmasa, qanday jahling chiqib ketadi. Bir odam hali masalan sen gaplab turganda boshqa tomonga qarab ketib qolsa, yo telefonda gaplashib ketib qolsa, masalan, yoki kimgadir gaplab, sening gapingni eshitmay e'tibor qilmay boshqaga gaplab ketib qolsa, gapingni bo'lsa, qanday asabing buziladi. O'zi auditoriyada masalan 30-40 o'quvchi o'qigandan keyin bu yerda guruh bo'yicha deganingni qilmaydiganlar bor. Guruhda kamida 70-80% o'quvchida shunday holat bo'ladi. Siz aytgan gaplaringiz havoga ketgandek, siz aytgan gaplaringiz 1% ham qulog'iga kirmagandek sizga seziladi. Shunday vaziyatda repetitor bir necha marta aytgandan keyin, ogohlantirgandan keyin o'zini tutolmay qoladi. Professionallarda bo'ladi bu narsa. Professionallarda bo'ladi. Chunki u o'quvchi o'qimasa, uni kelajakda nima kutib turganligini biladi u. Mana shu narsani qilmaganligi uchun nechun men aytganimni aytmaydi deb joni yongani uchun, ichine sig'may ketgani uchun portlaydi u repetitor. Shunday. Ayrim repetitorlar o'quvchini urmaydan, so'kmaydan yaxshi bo'ladi, muomala qiladi, erkalatadi, qo'lini shikolat berib qo'yadi-da, qisqa qilib aytgan. Abituriyent podkursimdan ketib qolmasin deb. Bunday metodlar ham bor. Lekin uni 1 yil, 2 yildan keyin o'quvchi imtihon topshirgandan keyin baribir noto'g'ri ekanligini biladi, ulg'ayadi u, ong'i o'sadi uni, hayotda fandini yeydi. Agar shu vaqtda biz ustozimiz qattiq qo'llik qilganda balkim men ertaroq o'qishga kirarmadim deganda keladi, yonimizga unday o'quvchilar ham keladi, urib qattiq tutib tayyorlaysizmi deb ota-onalar bilan keladi. Chidasa bo'ldi deymiz. Lekin buni ham darrov kelgandan urush narsaga yo'lni o'tib ketamiz. Hamma repetitor ham uradi, so'kadi. Professional
Jon vijdonli, jon kuyar repetitor. Shu o'quvchining natijasi uchun qayg'uradigan repetitor baribir bunday vaziyatda o'quvchi deganini qilmasa o'zini boshqara olmaydi. Mana shunday. Jon kuyar bo'lmasa, demak, qaramaydi. Ham asab tizimi bilan ham bog'liq bu narsalar. O'sha repetitorlarning kayfiyatida va yuz ko'rinishida boshqacharoq bir nimalarni kuzatamiz-da. Misol uchun siz dars o'tgan vaqtingizda baramayingizda ko'proq unda boshqacha rol nada olasiz-da, ruhiyatda boshqa narsada. Chunki jonga uydirib ishlab tursiz, jarangga boshqa jarayonda yana boshqacha kayfiyat. Endi abituriyent bilan bog'liq narsalar hammasi. 15 yoshli Sanatbek aka hozir shudan turib nima ham bo'lardingiz? 15 yoshli Sanatbek aka 8-9 klasslarda balkim xalqaro olimpiadalarga harakat etib ko'rganimda boshqacharoq bo'larmidi hozirgidan ham deyman. Shu vaqtlarda men xalqaro olimpiadalar haqida unchalik tushunchaga ega bo'lmaganman. Harakat ham etib ko'rmaganmiz. Shu vaqtda balkim izlanganimda boshqacha ko'rinish bo'larmidi balkim. Shu olimpiadalarga shu o'sha 15 yoshli san'atga aytgan bo'lar edim. Ximiyani bundan ham ko'proq ruscha adabiyotlari asosida qiyin masalalar asosida yana o'rgan deb aytgan bo'lar edim. Online yoki offline kurslarni arzon yoki mutlaqo bepul qilib qo'yilganda nima bo'lar edi, nima o'zgarish bo'lar edi, nima bo'laysiz? Bepul? Kurslar uchun online offline kurslar bo'ladi. Uni kurs turlari bo'yicha odamlarda nima bo'ladi-ku, baribir savollar o'rganadi. Qimmat, arzon degan tushunchalar online endi masalashadir, auditoriyalar tushyapti. Yo'q, bepul degan tushunchani ishlatmaslik kerak. Umuman mumkin emas. Fayzullo. Uni boshqacharoq shaklda ko'rsatish kerak kursni. Ya'ni masalan, men shu uchun hozir yangi boshlagan repetitorlarga ham maslahatimda bu. Bepul degan narsani yoki bonuslar bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsalarni kamroq bepul bo'lmaydi u. Uning orqasida bepul degan bilan nimadir bo'ladi yashiringan. Masalan, kanallarni ko'ramiz hozir, onlayn kurslar bo'yicha reklama beradi. Kanalga a'zo bo'ladi, podpisatsiya bo'ladi, keyin kanalga kirgandan keyin baribir u o'zining kitobini, o'zining pulli kursini taklif etadi. Bepul kurs ham bo'ladi. Bepul nimadir video tashlab beradi, bir video fayl tashlab beradi, bir narsa tashlab beradi baribir bunga. Masalalarni yechimini tashlab beradi. U o'rgatib olgancha u. Bizning auditoriyasiga kirib olgandan keyin pulli mana bunday kurslarimiz bor degan taklif albatta bo'ladi bunga. Onlayn kurslarning taktikasi shunday. O'zlari eshitib o'tirgan bo'lsalar ham bemalol menga chiqaversin, men javob beraman. O'zingiz o'rganishsiz organizm. Bepul degan narsa bo'lmaydi. Bepul o'rnini tuzoq degan so'z bilan almashtirgan bo'lar edim men to'g'risi. Masalan, bepul emas. Masalan, siz repetitorsiz. To'g'ri, hamma masalan 400 ming, 500 mingdan tayyorlab turgan bo'lsa, 400-500 ming yetib qo'y, lekin hamma masalan 3 kun o'qib turgan bo'lsa, sen 7 kun o'qit. Qiymatlar degaysiz. Ko'proq mehnat uni ustida. Boshqa narsalar bepul bo'lmasa ham shu narsa masalan 50%, 60% bonus degandek gapdir shu. Ana shu tarafdan yordam berish kerak o'quvchiga. Lekin bepul qilib qo'yish mumkin emas. Onlayn kurslarning o'zi bunday qaraganda sifat darajasi baribir offlayndagidek bo'lmaydi. Offlayn yuzma-yuz jonli o'tgan boshqa narsa dersin. Pulli qilib qo'yganda ham onlayn kurslarni mana o'qituvchilarning ko'proq o'qituvchilar tayyorlanadi bu kurslarda. O'qituvchilar o'zlari ham biladi. Onlayn ulab qo'yibdilar, masalan, o'zini uy ishi bor uni. Qozon tovog'i bor, kiri bor. Fokus boshqada bo'ladi. Qo'yib qo'yadi, telefonni shunday u gaplab turaveradi. Bu yerda ishlarni qilib yuraveradi. Uni nazorat etib bo'lmaydi hech. Albatta. Natijada uni effekti bo'lmaydi. Shunchaki pul o'tib turadi.
Bu passiv daromadli gap. Plastikimizga pul tushib turadi. Bu o'tgan narsasini tashlab berib o'tiraveradi. Yopiq kanallar bor. Tashlab berib o'tiradi, yopiq gruppalar bor. O'tsa bo'ladi. Zoom'da jonli qilib, Aynan, selektorlardek qilib, kontrol qilib, har bir o'quvchini yaqinlashtirib, masalan, kimgadir savol bilan yuzlanajak bo'lsam, sen aynan hozir mesela onlayn kurs boshlandi. Katta ekranda 50 ta o'quvchini nasi ko'rinib turibdi mana. Nima qilib o'tirgan? Albatta, zoomlashim. Shunday tashkillashtirsa bo'ladi. Men qarshi emasman. Qilsalar shunday qilgani yaxshi. 150 ming emas, 150 ming emas, 300 ming qilib qo'ysin. Lekin zo'r. Shu internet tezligi, boshqasi shart-sharoit komfortiga e'tibor bersinlar. Shu taraflari bo'lsa, effekti bo'ladi. Bo'lmasa lekin yani kanalga giring, bugungi darsim mavzu masalalarni tashab beraman, mavzusini tashab beraman degan narsalar bo'lmaydi-da. Sizni olimpiadada o'rin olgansiz, menimcha ukangiz ham. Elchinbek yaqinda birinchi jurnalda tabriklaymiz. Magistratura rahmat. Grantga shu asosida magistratura grantga girdi. Hozir jarayonlanish o'zi. Olimpiadaga borish, tayyorlanish bosqichlari, ishtirok etish, qiyin, oson, qanday bo'ldi o'zi? Unda ham siz baribir ishtirok etdingiz-ku, shogirdi sifatida va ukangiz ham shogirdi sifatida baribir o'rgatdingiz ko'p bilimlarni. Endi hozir olimpiadaga ko'pchilik o'quvchining qiziqishi avvalgidek emas. Hozir sertifikatga tayyorlanib yotibdi o'quvchilar. Bundan beri 2 fan, 3 fan, 4 fandan sertifikat olganim yaxshi deb sertifikatga bosib yotibdilar. To'g'riroq ham o'ylaydim menimcha. Chunki butun bir fokusini faqat ximiyaga qaratib, olimpiadada o'zi 3 ta g'olib bo'ladi. 3 ta g'olib bo'ladi, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin. Baribir hamma ham shu g'olib bo'lish uchun harakat etavermaydi. Olimpiada istagan nomni olishi mumkindan bahonada ximiyani o'rganib qoladi. Lekin hamma ham shu o'rin olaman, imtiyozli ravishda o'qishga kiraman degan harakatda bo'lmaydi. Ana. Nechun yaxshi o'qib turibdi, masalan, sizni o'zingizda ham abituriyentlar zo'r o'qiydidan Minusda giradi, Urduga giradi, kimyo, biologiya giradilar. O'qishda barish holatlari bo'lib turibdi. Girgandan keyin yaxshi masalan doktor bo'la olmay yuribdilar, yaxshi biolog bo'la olmay yuribdilar, yaxshi ustoz bo'la olmay yuribdilar. Birinchidan ular maqsadni faqat o'qishga kirish deb qo'ygan bo'ladi. O'qishga girsam, o'qishga kirib olsam bo'ldi deb qo'ygan bo'ladi. O'qishga kirgandan keyin variantda reja yo'q-ku. Shu yerda aylanib qoladi. O'qishga kirsam, men til o'rganaman, shogird tushaman kimgadir, xirurglarga. Chetga ketaman deganlarni qo'shimcha yana maqsadlarni kiritsalar, ana undan o'qishga kirgandan keyin to'xtab qolmaydi o'quvchi. O'qishga kirsam bo'ldi deydi. Daha shu o'qishga kirish u uchun katta maqsad bo'ladi-da. Undan keyin undan katta maqsadni qo'ymaydi-da. Shu katta maqsadga erishdim men deydi, havolanib, kibrlanib yuraveradi. Shu bilan uni 3 yil, 5 yil o'tib ketadi. Hamma narsa erishtirmadi. Miyasi ko'p narsalar bilan to'lib ketadi, bloklanib qoladi. Keyin bu anda u narsalarni qaytadan boshlash uchun unda sabr yetmaydi. Shu bilan o'zini to'nini kiyib olib yuraveradi. Endi siz hozir muvaffaqiyatli repetitorlardansiz. Muvaffaqiyatli repetitorlarga baribir dosta atiladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, zo'r bo'lib ketadiganingizdan keyin go'romedallar chiqadi, havasadonlar chiqadi. Baribir shunday qiyinchiliklar bormi kasbingizda? Ko'p. Har kuni deyarli. Hamma repetitorda bo'ladi. Hamma repetitorda bo'ladi. Misol uchun odini yoki bo'lmasam kinedallikni emas, qaysi bir holatini aytib bilasizmi? Undan chiqib ketish usullari qanday bo'ldi? Chunki bu toza ish boshlaganlar ham baribir shu tayaqniydi. Avvaldan boshlaganlar ham shu bosma, shunday agressiya yoki bo'lmasam boshqa bir nimalarga duch keladi. Va uning paytda qanday holatda siz yengib chiqyapsiz? Chunki 2005 bo'lsa 20 yildan yaklaşık. Faqat natija ko'rsatsam bo'ldi.
boshqa hech narsaga e'tibor bermaysan. Kimdir sana qarshi chiqib boshladi, sen haqingda gaplab boshladimi? Demak, sendagi nimadir, qaysidir xislat unda yo'q. Shuning uchun u qo'rqqanidan tosh otadi. Lekin hech narsa qila olmaydi. Buni kuchli odam indamaydi. Atvet bermaydi unga, javob bermaydi. Kuchli odam sabr qiladi, maksimal harakat qiladi natija uchun. Natijani o'zi sindirib tashlaydi uni. Endi yangi ish boshlaganlara bu qarshiliklarni yengish uchun o'zining kuchi irodasi yetmasligi mumkin. Shuning uchun tajribali odamlar bilan, ustozlari bilan, agar to'g'ri maslahat beradigan ustozlari bo'lsa, hasad etmaydigan. Ana ustoz tanlashda ham mana shu yerga e'tibor berish kerak. To'g'ri ustozlar bo'lsa, shulardan maslahat olgan yaxshi. Lekin hasad etadigan ustoz bo'lsa, umuman natijasi haqida, bu narsalar haqida gaplamagan yaxshi u. Yana foydalanishi mumkin bu narsadan. Buna qarshi. Shunday. Lekin faqat mehnat, natija shu bilan yengasiz. Odamlar to'xtamaydi. Odamlar gaplayveradi. Qaytasan uni kurashgan sayin, ha deydi, men bunga ta'sir etib bildim deydi. Yo'l oson ekan-ku buni deydi. U qayta o'ziga ishonchi ortib ketadi. Seni gapirib turgan odam, seni tosh otib turgan odam. Ana shunday mevali daraxtda tosh otadilar deydi bu. Yana ish boshlagansiz, o'quv markazida, nimada va u yerda bir qiziqarli jarayonlar bormi? Ko'p eslab yurasiz shu jarayonlarni. Qanday holat bor? Patkurs bilan bog'liqmi? Yodda qoladigan vaziyatlar. Ko'p bo'lgan. Kurs bilan bog'liq narsalar. Qiziqarli. Siz grantda o'ylamasdingiz odam grant kerak ketdi, o'xshab yurolmaydi, kerak ketdi yoki bo'lmasam boshqa bir jarayonlar nimalar. Qanday bir jarayonlar borki, siz ko'p eslaysiz shu holatni? Endi ota-onalar bilan bog'liq narsalar bo'lgan. Masalan, ximiyada darrov natijaga erishish qiyin-da. Masalan, bizlarning mashg'ulotda o'quvchi yuqori natija ola olmasligi mumkin boshida. Kerak bo'lsa 7-8 oydan keyin ham yaxshi natija ola olmaydi o'quvchi. 50% dan past yuradi natijasi. Uning bir shunday bir davri keladi. O'sha miyadagi qobiqlar yoriladidan bor ilmi, bilim yuzaga chiqadi. U hamma narsani namoyon qiladigan vaqt keladi o'zi. Shuni ota-ona kutmaydidan isyon qilib keladi. Shuning uchun past 7 oy bo'ldi, pul beraman bunga, tayyorlataman, hali o'zgarish yo'q. imtihonga 2 oy 3 oy qolgan bo'ladi. U 7 oyda deydi 40%, 50% olib turgan bo'lsa, bu yerni proporsiya qiladi. Keyin 3 oyda deydi hech qanday o'zgarish bo'lmaydi endi damolar deydi. Shuntib bir ikkita ota-ona kelgan vaqti bo'lgan. Shunda tushuntirganman, sabr qil. Yaxshi bo'ladi. Keyin shunday o'qitganmiz ularni. Shunday natija ko'rsatib qo'ygan. Aynan shunday norozi bo'lib kelgan ota-onalarning farzandlari Medinskiyga grant kirib ketgan. Endi bu qiziqarli jarayon deb bo'lmaydi bu narsani. Endi hamisha eslab yuradigan voqeangiz degan uch aytaman. Endi bir ota-ona qo'shko'pirladi adashmadim. Shunday men bilan shunday urushgan telefonda. Men shu vaqtda o'qib olish uchun klinikaga kirayotgan bo'lganman-da. Klinikaga shu o'qib olish uchun kirayotgandim. Telefonni olib gaplashib, endi men bilan norozi bo'lib gaplashadi. Urushadi deb o'ylamadim mana telefon. Ana shu narsa unga shunday tushuntirganman. Hali sizlar maktab darslarini chiqmagansizlar. Qanday qilib bolam o'qishga kirib biladi. Endi bizlar masalan ma'ruza o'tamiz, ximiyadan mavzularni o'tish davomida, masalan ishlash davomida o'zi maktab darslari bilan hamohanglikda olib boramiz o'z darsni. Albatta. Oxirida bir 10 kun 15 kun qolganda maktab darslari bo'yicha savol-javob testlarimiz bo'ladi. Shu testlar asosida darsni takrorlab chiqamiz. U shunday men bilan urushgan. Labga qismma, hammasi yaxshi bo'ladi. Shundan yomon gaplamadim.
Shu o'quvchimiz media Instagramga kirib, hozir o'zi Instagramda bir shaxsiy brend yaratib, videolarni ko'rib turaman, like bosib turaman, shilib. Yaxshi, Alloh rozi bo'lsin. Ularning bo'lgani yaxshi. Siz bilan birinchi ko'rishganimiz yodingizmi? Yangi yildan keyin dam olish beriladi litseyda. Dam olsam keyin boladan birinchi siz bilan ko'rishganman. Ertalab soat adashmasam 5 mi 6 larda o'taradi o'zi vaqt. 5-6 da podkursiga borib ko'rmayapmadim. Institut darvozasini qarovuldan birinchi qarovulni ochtirib, azon bilan o'tgan. Shu vaqtda yodingizmi siz nalaringiz, emosiyalaringiz? Men yodimda, ya'ni nimalar deysiz, boshqa harakatchan u vaqtdagi Isayev bilan hozirgi Isayevning farqi bor va shu holatlar yodingizmi sizni? 19 2015 da kelgan bo'lsa 2016-2017-18-yilda 18da bitirdik-ku. Aynan avzidan chiqqan vaqtda zadu. Chunki o'quvchilarimiz menimcha 300 dan ziyodmi? Shundan 400 dan ziyod. Shunday rakada o'quvchi juda ko'p edi. Hamma narsa tartibida, o'z o'rnida. Juda misol uchun men nima ko'rdim edi. Men hali yadim shu birinchi ko'rgan kunim yodimdan chiqmaydi shekildir. Azon bilan borganim, bilmadim tayyorlanib balaqida. Chunki men 2 yil akademik litseyda Isayev degan ustoz borligini bilmayman. Isayev desa yangi bozorli ustoz, hamma yangi bozorda hamma deyapman. Yangi bozorli bo'lsa, yangi bozorga borish kerakmi uchun? Bo'ldi, boramiz deb nima qilgan edik keyin o'sha yangi yilda arafasida biz jonli qisliq komanda o'rus eng past nada bo'lganman, meni ham darajam o'tadi. Juda yomon edi. O'zimdan juda norozi bo'lganman. Keyin o'sha birinchi kunning o'zida men nima ko'rganman, sizning ko'zingizda o'sha burgutni yoqdimi, qirg'iy ko'z deyman, o'sha nimalarni ko'rib ishonch ko'ryapman-da. O'ziga bo'lgan ishonch, men o'zimga bo'lgan ishonch va qat'iylik, tartib, intizom. Shu vaqt shu narsani ko'ryapman sizda. Hozir ham shundaymi? Ya rivojlanganmi? Hozir nima ko'rib tursan? Holat. Sana bu savolni o'zingga berish kerak-a? Ichki holat. Hozir qayta shu vaqtindagi holat bilan, shu vaqtindagi ko'rinish bilan hozirgi ko'rinishning farqini sen ko'proq bilasan. Tashqaridan qaragan odam biladi. O'zing baho bersang-da buni. Endi bu vaqtda harakatchan, baribir 2018-yillar, 19-yillar vaqtini kuchga eng to'lgan vaqtimiz. Shogirdlarimiz ko'p atrofimizda. Hozir u shogirdlarimiz alohida chiqib duofatiyamizni olib repetitor bo'lib o'tdi. Alloh xayrli qilsin boshlagan ishlarini, barakasini bersin. Inshaalloh. Gaplashib turamiz, ko'p xabarlashib turadilar, o'tirib turamiz ular bilan tashkillarda. Agar hozir kam harakat qilib ham ko'proq natijaga erishish yo'llarini biladi odam. Vaqt o'tgan sari. Tajriba deb shuni aytadi. Professionallik deb shuni aytadi. Boshida ko'p harakat qilasan, kam natija. Ko'p o'sab-buzorlik bo'ladi. Samarasi kam bo'ladi. Professionallashgandan keyin, tajribalashgandan keyin kamroq harakat bilan ham ko'proq effekt ko'rish mumkin. Koeffitsient yuqoriroq chiqadi. Bu vaqtlari shuning uchun guruhlarimiz ko'p bo'lgan. 5, 6, 7, 8 ta guruh shogirdlarimiz bilan birga. Lekin men shogirdlarimizga mavzularni o'tishni, masalalarni ishlashni topshirib ketib qolgan emasman. Iloji boricha o'zim o'tishga harakat etganman. Endi sog'liqda masalan muammo bo'lmasa, iloji boricha o'zim o'tganman. Chunki u abituriyent seni eshitish uchun keladi. Uni hozir shogirdlaringga topshirib ketsan, tashlab ketsan uni. Baribir burada dumam yaxshi ish emas. Qo'shimcha darslarga topshirib ketsang bo'ladi. Haftada 3 kun, 4 kun o'zing o'tasan, qo'shimcha soatlarda ularni oldiradigan bo'lsan, shogirdingga berib masala ishlatib, test olsangizlar nazorat etsa bo'ladi. Asosiy darsni iloji boricha o'sha tajribali repetitorning o'zi o'tgan yaxshi. Oq fotiha berish masalasida hozir ko'plab yangi chiqayotgan repetitorlar
muammolarga duch kelib turibdi. Ya'ni ustozi shogirdini oqqazak butun umr yonida yoki bo'lmasa undan foydalansak, salgina o'sganini ko'rib turadidan, ya'ni xohlamaydi uni o'sishini, xohlamaydi uni rivojlanishini. Men juda ham ko'p ikki tarafdan ko'raman-da u vaziyatni. Men hayron qilaman nimaga unaqa. Sizning fikringiz nima? Ya'ni ko'rib tursiz ham jarayondan masalan. Hozir zamonda har xil odamlar bor. Shuning uchun boshda aytdim, ustoz tanlashni bilish kerak deb. Ustoz bu o'quvchining o'ziga bog'liq emas, uni tanlash faqat. Shuning uchun ota-onaning o'zi kelib, tajribali insonlar bu. Yoshi katta bu ota-onamiz. Ular kelib, ustozing kim? Qanday dars o'tadi? Auditoriyasiga kirib ko'rib, haftada bir oyda bir darslarni nazorat etib, qanday gaplarni so'ylaydi u? Bolani nima da'vat etadi? Uni xarakteri qanday? Tanishish kerak bo'ladi avvalo. Mayli shunday bo'lmadi. O'quvchi ustoziga qarashdi, yordam berdi. 4 yildan keyin, 5 yildan keyin alohida chiqaman dedi. Chiqishga haqqi bor. Ustoz agar ideal ustoz bo'lsa, hamma havas etadigan inson bo'lsa, u ruxsat berish kerak. Buna ruxsat berish kerak. Ustozlarimiz bu. Do'stoz Azamat ustoz. Men juda hayron qolaman. Siz shogirdlaringiz ham bir ikki marta borgan ekan. U sirlarni ochiqlazmiz. Ya'ni ko'p odamlar raqobatchi deb biladi, lekin aslida juda ham qalin do'stlar. Ko'p sirlaringiz bor, gaplashasizlar, betlarni birga aytasizlar. Lekin bizlar ham yaqin-yaqincha o'yladik, bu yerda Pepsi Cola, Ronaldo, Messi'ni ketadi qattiq deb. Lekin u ustozdan sizdagi mos xarakterlar, shogirdni o'stirish, shogirdlarga yordam berish degan xarakterlari men o'zim ham aytaman, juda hurmat qilaman shu ustoz uchun. Ya'ni sizni o'zingizdan men ko'rdim, ko'p shogirdlaringiz ham aytib maqtanasiz aytaman. Mana shogirdim mana shunday qilyapti, zo'r deb. Nuvom ustoz bu, endi shogird ustoz shogirddan aytsa nima emas, lekin shogirdlaringiz ham sizni ko'p aytadi-da, shunday jihatlaringizni. Rahmat qilaman ustoz. Mana shunday jihatlaringiz bor ekanligini. Odamning ko'nglini olishda ko'nglini oladigan tomonlari ko'p xarakterida. Insonni ko'ngliga yoqadigan tomonlari ko'p. Qolaversa uni akasi Tursunboy Masharipov meni birinchi ustozim bo'ladi. O'zi ximiyaga qiziqtirgan. U ham kimyochi ustoz bo'lgan shunda otadi. Azamat akasi bo'ladi. O'sha ham Azamatni ikki hissa hurmat etaman. Endi biz ham masalan boshqalarga o'zaro raqobatchilik bizning munosabatlarimiz bir boshqacharoqdek tuyulishi mumkin. Azamat bilan bu yoqda ishda boshqacha odam, tashqarida boshqacha odammiz. Kursdoshlar bilan o'tiramiz. Zo'r. Ish qilib yomon emas. Ustoz ko'rtiramiz sizdan bayram bilan tabriklayman. Birinchi ustozim, juda ham yaqin do'stim Azamat ustoz. Juda ham oramizda qilam yo'q. Hech qanday gap so'z boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. Juda ham yaxshi ko'raman ustozni. Hozir professional faoliyatda qilib turgan ishlarni eslab o'tmasam bo'lmasa. Chunki baribir kimyochi va bu yerdagi tandem bu vaqtda ham litseyda zo'r bo'lgan. Endi hozir litseyda emas, hozir menimcha Arastudasan. Arastuda markazidan. Bu yerda nima afzalliklar? Nafisiya o'quv markazi Sputnikda, Yangi bozoridamiz. 2-3 yilda ishlab turibmiz. Qiyin emasmi? Lokatsiya o'zgartirish? Yo'q, qiyin emas. Hozir shunday o'qitmasam bo'lmaydi. Chunki hozir o'quvchilar baribir maktabdan chiqib rayondan shaharga kelgancha yarim soat, 1 soat vaqt o'tib ketadi. Vaqt charchaydi. Albatta. Shuning uchun rayonlarga borib o'qitish bu qulaylik o'quvchilar uchun. 20 minutda borasiz. Qulaylik. Shuning uchun rayonlarga borib hozir ko'p repetitorlar ishlab o'tdi. Ishlash kerak. Ular ham o'qishi kerak-ku baribir. Avval aktual muammo bu. Ularning galishi, kvartirasi, yo'llarga sarf xarajatlar, o'sha ota-onasi ham qisli qaradi ko'p birinchi shahardan ishga boradi, turli xil oqimlar bor. Hozir juda ham bir zo'r yechim aytgansiz. Lekin o'zingizda misol uchun nima bo'ladi? Chunki sizda mashina bo'ladi-ku baribir. Ular ommaviy transportlarda keladilar. U degani siz 20 minutda borsangiz, ular 1 soatda keladi. Sho'r bu. Biz qo'shiq bilan, raqs bilan, o'yin kulgi, hazil huzul bilan shuncha umrimizni o'tirib beribmiz. Agar boshqatdan boshlash imkoniyati bo'lganda boshqacharoq bo'lar edi.
Endi hammani taqdiri shunday. Hech kim taqdirini oldinni ko'rib bilmaydi ertaga nima bo'lishini. Hammamiz shunday afsus bilan armon bilan yashab o'tib ketamiz hayotda. Lekin xulosa qilishimiz kerak. Qilingan xatolardan, yashab o'tgan umrimizdan xulosa qilishimiz kerak. Bu xatolarni takrorlamasga harakat etishimiz kerak. Hayotda yashashdan mohiyat shu. Mana bugun ustoz va murabbiylar kuni yana aytaman deb gap bilan chalg'ib bu narsalar qolib ketibdi. Hayotning o'zi bir ustozdir. Muallimdan farqi, bizdan farqi hayotning. Biz imtihon uchun o'quvchilarni tayyorlaymiz. Hayot esa oldin imtihon olib, keyin tayyorlaydi. Boshda imtihon oladi bizdan. Keyin o'qitadi. Bizni hayotimizda uchragan yomon insonlar bo'ladimi, yaxshi insonlar bo'ladimi? Bizni tashlab ketgan odamlar bo'ladimi, aldab ketganlar bo'ladimi, ishqilib qarz bermaganlar, qarz olib yurganlar bo'ladimi? Ishqilib hammasi bizning haqiqiy inson bo'lib, irodali bo'lib, sabrli bo'lib shakllanishimiz uchun hayotning saboqlari hisoblanadi. Nima uchun bu yo'lni tanladingiz? Repetitorlik yo'lini. Agar buni tanlamaganingizda boshqa qaysi sohani tanlagan bo'lardingiz? Endi pediatriya dedingiz, yana boshqa sohalar bormi? Nima uchun bu sohani tanlashingizda yana baribir ota-onangiz bir aytgan gapi bilan aytadigan odam emassiz. O'zingiz ham pluslari, minuslari, qanday nima qilaman, qanday rohat olaman degan fikrlar bo'lgan bo'lishi mumkin baribir. Chunki faoliyat sohasini o'zgartmagansiz. Tanlash haqida o'ylanib ko'rmaganman lekin. Biznes qilib ko'rishak bo'ldim o'rtalikda. Bizneslar hammaga emas ekan. Men podkurs bilan birgalikda olib borjak bo'ldim uni. Uning o'zini ham mashaqqati bor, qiyinchiliklari bor, ularda ham raqiblar bor, qarshilar bor. Masalan, u maydon boshqada, u biznes maydoni. Bu repetitorlik maydoni boshqa. Bu maydonga biz endi moslashdik hali. Bu maydonda kurashishga, jang qilishga qo'pol qilib aytganda endi moslashdik hali. Endi shu zarbalarga nisbatan chiniqdik biz. Hozir bu sohani qo'yib boshqa soha o'tish haqida vaqt kelib o'tishimiz mumkin, ko'nglim sezadi uni. Lekin hozir rejamda yo'q narsa. Tasavvur qila olmayman. Eng ko'p muvaffaqiyatga erishgan soham shu repetitorlik bo'lib chiqaveradi baribir. Bunday muvaffaqiyatga boshqa sohada erishib bilmasam kerak. Repetitorlik bilan bog'liq sohalarda erishish mumkin. Shu o'zimizning o'qitish tizimi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, yo'nalish ta'lim sohasi bo'ladigan bo'lsa, muvaffaqiyatga erishish mumkin. Shunday. Qaysi fazilatlaringiz yordam berdi sizga shu repetitorlik faoliyatimda sizni muvaffaqiyatga olib chiqdi? Ko'proq o'quvchilaringiz o'xshab girdi. Qanday fazilatlari bo'lsa kerak repetitor inson? Ya'ni oddiy ustoz ham ustoz. Shu kimyo ekspert. Shu masalani tushuntiradi. Balkim shu usulda tushuntirar, bilmadim. Lekin repetitorda ham odni ko'tarib yurish va shunday o'quvchilarga shunday obraz shakllantirish uchun qanday fazilatlar bo'lacak? Qanday sizda bor shu? O'zingizning plyuslaringiz nima bo'laysiz? Repetitor mendagi fazilatlarning asosiysi o'zi hamma repetitorga kerak bo'ladigan narsa sabr. Biz hammaga ham kerak, hayotda sabrdan repetitorga ko'proq kerak deb o'ylayman. Chunki u maktabda u shunday o'quvchilar keladi, 10-11-klassda u doktor bo'lish fikri, unda orzusi paydo bo'lib qoladi. Keladi, o'qitish kerak uni. Undan oldin boshqa yo'lda yurgan. Unga sabr bilan yondashish kerak-da. Qolaversa, repetitor yonishi kerak. Uni yuragida, ko'zida olov bo'lishi kerak. O'sha ruhni, o'sha quvvatni abituriyent sezadi, his qiladi, ko'radi. Agar repetitor bo'ladi shuki, shu o'qigani ozgina tayyorlanib turaveradi.
Mana bunday savollar tushmaydi, buncha qiyin savollarni ishlama. Yoki bir hozir quruq ximiyani o'qib turar yoki faqat biologiya o'qib turar, arg'i fanlarni ulgurasan. O'zingni qiynama deydigan sustroq bo'ladigan bo'lsa, uning o'quvchisi natijaga erisha olmaydi. Repetitor yugur deyish kerak-da. Yugur. Shunda abituriyent yuradi. Agar repetitor yur desa, abituriyent o'tiradi. Agar repetitor o'tir desa, gam deydi. yoki repetitorning o'zi o'tirsa, dars o'tmasa, abituriyent uxlaydi. Ya'ni aytchag'im, ayrim repetitorlar o'quvchidan o'zi farqi yo'q. Repetitorlar faqat o'zi tuzgan savollarni, o'zi tuzgan kitoblarni masalan ishlab beradi. Ijod qilmaydi. Xohlagan joyingdan masala olib kel demaydi abituriyentga. Bo'ldi, shu kitobni ishlaysan deydi. Boshqa kitob bermaydi. Bizlarda qiyin kitoblarimiz bor, o'zi albatta. Sertifikat uchun mo'ljallangan kitoblarimiz bor. Mana abituriyent gazetasi savollari bor, og'ir savollar. Endi ishlab boshladi repetitorlar shu narsa. Avvallari lekin bu kerak emas. Bu qiyin savollar, bular tushmaydi. Bunchalik savol ishlama, vaqtingni ketirmadi. Vaqtini nima ketirsin bu abituriyent? Tushmaydi bu savollar deydi. Mana ota-onalar, o'quvchilar shu narsaga e'tibor berish kerak. Repetitorlar tushmaydi deb aytadigan bo'lsa, u haqiqatan shu savol tushmasligi uchun aytib turgani yo'q uni. Fayzullo. O'sha savolni ishlab bilish, ishlab bilsa, uni tushuntirib bilishda uning qobiliyati yo'q o'sha repetitorning. Albatta. O'zini shundan qo'rqadi u. Shunday. O'zi o'rgangan, masalan, o'zi tuzgan ishlanish usullarini biladigan masalalarni ishlaydi. Repetitor ijod etish kerak. Xohlagan joyidan masala olib kelish kerak o'quvchi. Ijod etish kerak u. Boshini og'ritish kerak. Mana shunda olgan puli halol bo'ladi. Albatta. Mana men ko'p lokatsiyalarga boraman. O'qish, ish, yana boshqa tashvishlar, ko'p lokatsiyalarga boramiz. Men bir kun o'sha 2-3 kun oldin o'zim bormagan yo'ldan bordim bilan yurib. O'zim bormagan yo'ldan piyoda bozorga ko'rdim, qarasam boshqacha binolar yo'q, boshqacha bino, boshqacha lokatsiyalar o'zi yoqmadi o'zimga bu boshlanishlar. Keyin rohat olib boshladim. Ya'ni birinchisida mashaqqat sezishi mumkin. O'zi bilgan masala emas, o'zi bilgan yondoshi emas, o'zi bilgan uslubda yechilmaydi u baribir. Yechish uchun baribir ustoz qiynaladi. Shunning yerida masalan kitob olib, masalan repetitorni o'zim professional bo'lsa kitoblarni terib qo'yib, ochib, mana shu savol ekan, mana bu savolni mana shunday usulda yechamiz. Masalan, yenglar fikrlarimizni bir yerga uyamiz. Sen bu faktordan, men faktor. Chunki bu yerda muvaffaqiyat bilan maqbul ham yosh ular ham boshqa kombinatsiyani o'ylaydilar. Topishi kerak-da, uyda qochish emas deb men o'zim ham ko'p o'ylayman. Repetitor shu chuqur fikrlashga undash kerak abituriyent. Biologiyadan bo'ladimi, ximiyadan bo'ladimi, matematikadanmi? Uni abituriyent logikasini rivojlantirish kerak. Bitta masala chiqmasa ham shuni ustida 10 minut, 20 minut, yarim soatlab o'tirish kerak. Chuqurga girish kerak, tushish kerak abituriyent. O'sha chuqurga girdidan natijaga erisha olmay, masalani chiqara olmay qaytib chiqdi. Vaqt ketdi uni shu masalaga. U 30 ta 40 ta masala ishlashi mumkin edi, yengil tipda masalalardan. Tez. Lekin bir narsaga erishdi u. Olib chiqdi uni sho'rlarni. O'sha chuqurlikqa tushishni o'rgandi u. Qiynamasligini, miyaning foydalanilmayotgan imkoniyatlari, quvvatlari bor. Mana shularni olib chiqishni o'rganish kerak yuzaga. Ana ayrimlar repetitorlar, yangi boshlagan repetitorlarmi ishni professionallar ham masalan yoshi o'tgandan keyin og'ir masalalarni ishlashni ham ishlatishni ham istamaydi. Shu abituriyentga men ko'p eshitaman. Maktablarda o'quvchilarning og'zidan eshitib qolaman. Unday savol tushmaydi deb aytdi ustozim dedi. Tushadigan savolni bersin shu ustoz menga. Yo'q, tushmasligini biladi shu savolni. Lekin tushadigan savolni bilmaydi. Tushadigan savolni menga bersa, men borib o'sha repetitorda podkurs tayyorlanaman, oyiga $300 berib. To'g'ri. Tushmasligini biladi lekin.
Abituriyent ham savol bermaydi-da uni. Tushmaydigan savolni aytib tursiz domla. Tushadigan savolni berasizmi menga? Chunki o'zini hayotini o'zini nimasini ishon topshiradi-da unga. Ya'ni boshlanishida ongsiz o'tiradi-ku, shunchalik odam bor, nima deyman deydi, qarshi chiqarsan, boshqa qilsan, ongsiz o'tiradi. Shuning uchun repetitordagi fazilatlardan biri abituriyentni ya'ni abituriyentdan qoniqish tuyg'usi bo'lmasi kerak repetitorda. Qoniqish bo'ladi shu, yetadi shu demaslik kerak. Abituriyentlar hozir yoshlar kerak bo'lsa repetitorning o'zidan ko'proq ishlaydi masalan. Quvvati yetadi shu. Hozirgi yoshlar. Ularning ko'p fokusi telefonga ketadi, ijtimoiy tarmoqlarga. Ko'p energiyasi ketib qoladi shu. Shunda agar shu internetga ketgan, do'stlarına ketgan, yoki bir boshqa ishlarga ketgan vaqtlarini bir nuqtaga jamlasak, o'sha abituriyent yonadi. Xuddi lupaga o'xshaydi-da. Quyosh nuri lupasiz tushib tursa, u joyini yondirmasligi mumkin, lekin lupa bilan tushirsak bir qog'ozga, o'sha quyosh nuri yig'ilib bir nuqtada olov paydo qiladi. Bu repetitor lupa bo'lishi kerak-da. Abituriyentning barcha fokusini, diqqat e'tibor konsentratsiyasini bir fanga jamlab bilish kerak-da, diqqatini tortib. Ya'ni o'shanda natija bo'ladi. Bo'lmasa natija bo'lmaydi. Atrof muhitdagi hamma narsa, o'rab turgan narsa, bizning kimyo fani-ku. Shularni ko'rib turib hisoblatasiz. Hamma narsa bir matematiklar ozmoz solib, misol vazmin bo'lib qoladi. Kimyogarlar ham endi matematikadan ham qiyinroq fan. U insondagi organik birikmalar, anorganik tabiatdagi birikmalarni ko'rib, qoidalarni tushunib, juda ham bir nimalarni bog'lab bilasizmi? Ya'ni bir fanni ikkinchi fanni bog'lashdan tushunchalar hayotda kimyoviy tarafdan ko'rish. Hamma fan bir-biriga bog'langan. Kimyo, fizika, matematika, elementlardagi, atomlardagi mana elektron tuzilish bor, elektronlarning xatti-harakatlari bor. O'sha xatti-harakatlari inson xatti-harakatlari bilan hamohang deb bilaman. Yoki tabiat bilan, koinot bilan bog'liq narsa bular emas. Ya'ni mikro olamdagi harakatlar trayektoriya makro olam bilan o'xshash. Atomning planetar modeli masalan. Yadro atrofida elektronlarning o'z orbitasi bo'ylab harakati. Quyosh sistemasidagi planetalarning harakatiga o'xshaydi. Ko'p bunday misollar keltirsak bo'ladi. Tabiatda hamma joyda kimyo. O'zingizdagi kimyoviy jarayonlarni o'xshab ko'p masalan biokimyo, organik kimyolar ham ko'p o'rgangansiz, bilasiz. Shu vaqtda ozgina siz bo'lganmi? Ya'ni bilmadim, boshqa sababda. Hozir ilmsiz inson bo'lsa uni oddiy qabul qiladi-ku. Oddiymi, oshtozmi? Endi siz oshtozmi, natriy xlor deb ko'rasiz. Yoki masalan mana bu oddiy, masalan daraxtning bir bo'lagi displasak, siz uni uglerod polimer birikmalarini nima qilmoqni deb bilasiz. Yoki masalan mana bu jihozlarni ham temir, plastmassa, polimer. Shunday ko'rgan vaqtingiz. Men shuni ko'rganman, standartda ko'rganman, qaysidir nimalar etaplarida ozgina bir nima deydi? Boshqa sabab tuyg'ular chulg'ab olman. Narsani so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi menimcha. Matematiklar ham ko'p, hozir shu fanning ichiga giravergandan keyin o'zi o'rtada qoladi bo'laman ko'pchilik, ya'ni o'rtada ozgina baribir hayotini shu fanga kirgizadi-ku. Bundoqlarga kirgizarsan. Bu yaxshimi yo'qmi? Nima bo'lish? Yaxshi. Endi hamma narsani me'yori bo'lgani yaxshi. O'zini ishlatadigan joyi bo'ladi, ilmini ishlatadigan joyi. Masalan, kulgi ustasam, sahnada kuldiradigan bo'lsa, ko'chaga chiqsa hammamiz qator oddiy inson. Ko'chada agar kulib kuldirib beradigan bo'lsa, uni jinni deb o'ylashi mumkindir. Xuddi fan ham shu deymiz. Masalan, bizlar auditoriyada ichiga kirib
tüp mohiyatini bo'lg'usi mediklarga tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Bu boshqa narsa. Ko'chada u narsani gapirib yurish yoki o'ylab yurish auditoriyadagidek bo'lmaydi. Masalan, men sog'liq bilan bog'liq narsalar, kasal dorilar bilan bog'liq holatlarda baribir uni organizmga kimyoviy ta'siri haqida o'ylab ko'raman. Instruksiyasini o'qiganda qanday modda bor, qanday ta'sir qiladi oshqozonga, kislotasi bormi tarkibida, qobig'i bormi uning himoya qobig'i. Qobiq bo'lmasa ham modda bevosita va oshqozonga tushadigan bo'lsa, og'ritib qo'yishi mumkin birovlar. Jigarga qanday ta'siri bor. Bu suvda qanday eriydi, erimasa masalan o'tda toshqozi qilishi mumkin, buyrakda toshqozi qilishi mumkin. Shunday vaziyatlarda chuqurroq yondashamiz. Kerak bunday vaziyatlarda chuqur gidish kerak bo'ladi. Tibbiyotda kimyoning ahamiyati Bu girgandan keyin kimyosiz tibbiyotga girib ham bo'lmaydi, tibbiyotda kimyosiz harakatlanib ham bo'lmaydi. Buni ahamiyatini bir so'z bilan tushuntirish qiyin narsa. Faqat kimyo hamma yer. Kimyoni bilmagan odam yaxshi doktor bo'la olmaydi. Aynan kimyoni bilmagan odam. Bu dori qo'llanib yozib berishi mumkin, lekin uning organizmga ta'sirini kimyoviy jihatdan analiz qilmasa, tahlil qilmasa, u bemorlarning e'tiborini qozona olmaydi. Kasallikni bartaraf eta olmaydi u. Chunki bir dori ikkinchi dori bilan qandaydir funksional guruhlar hisobiga reaksiya kirishib ketishi mumkin. Organizmga reaksiya berib qo'yishi mumkin. Masalan, bu instruksiyasini tanishib, o'sha moddalarni, o'sha guruhlarni tanimagan odam, shu reaktivlarni bilmagan odam, organizmga ta'sirini bilmagan odam, menimcha yaxshi doktor bo'la olmaydi. Kasallik belgilarini o'rganishi mumkin. Temperatura chiqdi, davlina chiqdi, tushdi deb. Simptomlarni. Lekin o'sha narsani bartaraf etishda ishlatiladigan dorilarni yozib berishda u yana muammoga duch kelishi mumkin. Shu ehtiyot bo'lish kerak. Kimyoni shuning uchun chuqur o'rgatishimiz kerak biza o'quvchilarga. Hozir yildan yil uzr gapingizni bo'ldim ustoz. Hozir lekin yildan yil aytmasam bo'lmaydi, buni minglagan odamlar imtihonsiz, sharoiti zo'r, boshqa narsasi zo'r, marketing kodlari zo'r deb turib, xususiy maktablarga, xususiy universitetlarga targ'ib etib turibdi. Endi bu yerdan baribir ta'limi zo'r dema, xususiylar yomon demayman. Lekin aynan ayrim birlari repetitorga pul to'lab nima qilasiz 4-5 nafani bizda tayyorlaning deb aytganlarini men eshitaman-da. Nima uchun kerak? Nima deyapman? Ularning o'zini biznesi. Ular ham ishni yuritish kerak, ishchisi bor, oylik berish kerak. Auditoriyasini to'ldirish kerak. Hamma harakatda. Biz o'zimiz harakat qilamiz abituriyentlarni jalb etish uchun. Ular auditoriyasini to'ldirish uchun, studentlarni jalb qilish uchun harakat qiladi. Lekin xususiy institutlarda yaxshi mutaxassislar dars beradi. Lekin zo'r mutaxassislar dars beradi. Bu yerdan gap yo'q umuman. Biz abituriyent hamma gap o'quvchining o'zida-da. Borib oladi, men deydi, shu pulni to'layman, orqaga yuraman deb o'ylaydi. Shunday ham bor. Shunday fikrda-da. Shu pul bilan bitirib. Yerda mutaxassislar jonini berib o'qitadi, men o'zim ustozlarim bor. Shunday fikrlaydigan abituriyentlar ularni ozgina obro'yiga ta'sir qilib qo'yish mumkin, xususiy institutlarni. Hamma gap abituriyentda, hamma gap o'quvchida. Baribir shu tashkilot-ku, lekin men marketing tarafdan qaraganim uchun aytdim-da, ya'ni o'zini marketingni tushunchalar bo'lsa, o'zini afzalliklari, o'zini qo'shimcha jihatlari, o'zini qanday plyuslari borligini aytib chiqsam bo'lar, lekin men shunday aytganligim uchun aytdim. Lekin aynan meni siz bilgan o'sha juda kuchli mutaxassislar ham hozir xususiylarda o'sha jon kuydirib ishlab turibdilar. Hamma sharoitlar bor. O'qiyman desa, kutubxonalari bor. Kompyuterlar bilan jihozlangan. Zamon talabi. Kitoblar. Hamma narsa tayyor, sharoit qilingan, o'qisak bo'ldi. Avval bo'lganmi sizni o'zingiz o'qib o'rgangan vaqtlarda bu sharoitlar nimacha paxta ketilaradi? Yo'q.
7 oy o'qilar edi menimcha. 3 oy bu. Sentyabr, oktyabr o'sha noyabr oylarinasi paxtada yurib kelganlar. Yo'q, hozir sharoitlar yaxshi. Allohga shukr. Hamma o'qiyman desa, nima ish qilaman desa, qanday biznes yuritaman desa, hamma narsaga keng yo'l ochilgan. Biz o'zimiz yalqov bo'lib qolyapmiz. Oson pul topish yo'lini o'tib bo'lgan ko'pchilik. Qiynalasi yo'q. Qiynalmang, lekin shu ko'proq, tezroq shu pul topib, biznesim yaxshi yurishib ketsin. Mana shunday yo'lga o'tib bo'lgan shuni istaydi. Hozir ko'pchilik ota-onalar ustoz, o'zingiz ham bilasiz, ko'pchilik ota-onalar bepul maktab o'rgatgan. Necha yildir davlat o'zi ta'minlab, masalan, bir insonni siz ba'zi bir o'rtacha o'qituvchining oyligi masalan 3 million, 4 million bo'lsa, bir ustozning oyligini berish shu odam nechalik nima qiladi, o'ylanadi. Lekin Xorazmda 500 ta maktab bor. 500 ta maktabning har qaysisida kamida 100 ta o'qituvchi bor. Har birisida. Uning uchun qancha sarmoyaga turibdi, lekin uni bepul ekanligini bilib o'quvchi rozi bo'lib turibdimi, lekin u o'qituvchini ustidan borib turibdi. Nimaga o'qitmayapsan, boshqa qilib tursan? Davlatdan ham norozi, yana bepul bo'lsa ham norozi. Lekin xususiya aytganda o'ylanadi. Ya'ni xususiyatdan keyin o'ylanib qoladi, chunki men necha yildir mut o'qitdim bolamni, endi pul to'lab o'qitamiz maktabda. Ya'ni qayerdan qilib o'zi pul to'lash kerak maktablarda ham. Navbat tutdilar, shuni savollar tutdilar. Bu ham menimcha ko'p xatomi deb o'ylayman. Chunki baribir bozor iqtisodiyoti ular ham nodir, zo'r bo'lgan, qimmat bo'lgan detallarini yoki bo'lmasa boshqa san'at kelish baribir sarmoya borib qoladi. Zo'r o'qituvchilar hozir sizni o'zingiz ham masalan baribir oilangiz va o'zingiz ham maqsadlaringiz bor. Qiymat evazini baribir nima qilasiz? Shuning uchun ular ham menimcha tushunishi kerakmi deyman. Qimmat deyiladi, masalan hozir ko'p o'rtacha misol uchun Toshkentda qimmatroq, bizlarda endi 4-4,5 million, 3 milliondan boshlanadi adashmasam. Shu narsani qimmat deyiladi. Ya'ni qimmat bo'ldi, qimmat zo'r, lekin bir zdaningiz necha so'm bilan nima qiladi, o'qituvchilarning oyligi, u yerdagi texnikalar, hozir litsenziya berish talablari avvalgi emas, o'ta qiynalib ketgan. Hozir tibbiyot maktablari bo'ladigan bo'lsa, endi o'zlarimiz tibbiyot sohasida va primet schoolda bo'lganimizdan keyin va o'sha har bir o'sha bola uchun alohida metr kvadrat joylar, bajarni xodlari, bu yon tarafda ularning laboratoriya jihozlari, simulyatsiyon markazlar. Даже insonni o'zini tirik nimasini mumiyolatib ham sho'rab ketib turibdi. Tirik organlar, boshqa narsalarni, ya'ni nimalaridan u arzon narsa emas, u bepul bo'lmaydi ku narsalar. Masalan, hozir hamma insonlar o'ylaydi, bepul oling deb. Sizdan shunday foydalanajak bo'lganlarmi hech? Ya'ni bepul nima qiling, iloji bormi shu narsani deb qiymatini tushirish. Podkursning qiymatini tushirish yoki bo'lmasa umuman bepul qilsa harakat qilishlar. Yo'q, bepul qilishga harakat qilganlar bo'lmagan. Chunki bepul narsa bo'lmaydi, ya'ni so'zni boshida aytdik. Lekin kimlargadir yordam qilsa bo'ladi. Masalan, kam ta'minlanganlar bor, o'quvchisini yo'qotganlar bor, oilada nogironligi bo'lsa, yordam berish kerak. Yordam berib o'qitish kerak. Nafaqat moddiy tarafdan yordam berish kerak, unga ma'naviy ham yordam berish kerak. Uning yonida bo'lib, unga alohida darslar o'tib berib, mavzularni tushuntirib, chunki u boshqa o'quvchilardan ko'ra ozgina yuragida kim tigan bo'lishi mumkin. U bilan individual ishlab. Shu repetitorning mahorati, pedagogning mahorati shunda deb o'ylayman. Menimcha ular qadrini yetadi deb o'ylayman. Chunki ular qadrini yetib qayta qolganlardan ham yusroq tayyorlanib kelib tushunadigan bo'lsa, lekin agardan hozir men aytsakim, mashina bo'lib turgan aytgani boshqa. Yani qadrini, ya'ni xarakter ko'rsatgani boshqa, lekin aytganingiz rostdan ham qiynalib turib, rostdan ham shu kechirmalarni boshidan o'tib turib. Albatta, yordam berish kerak undaylarga. Shunda ishning barakasi bo'ladi. Baraka yuzasidan nimalar yordam beradi barakaga? Barakaga halollik, rostgo'ylik, ham niyat va o'sha o'quvchini qanday niyatda tayyorlayapsan? Bundan yaxshi doktor chiqsan, yaxshi shogird, repetitor chiqsan debmi? Yoki sana keltiradigan foydasi
pulini niyatlab. Mana shunga bog'liq narsa. Agar natijaga qarab ishlasang, o'quvchi uchun o'sha natija ko'rsatgandan keyin o'zi bilan 5 ta 10 ta shogird olib keladi. Shuni o'zi bepul mashina. Shuni o'zi baraka emasmi shu? Baraka albatta. Baraka. Birdan besh. Hozir qanday u metod boshqa? Halollikda baraka. Xullas. Agar qing'ir qiyshiq yo'llardan yuradigan bo'lsang, seni harakatlaringda, seni gap so'zlaringda yolg'on bo'ladigan bo'lsa, soxtalik bo'ladigan bo'lsa, uyqudan qolib o'qishni o'zi bo'lmaydi axir. Va insonning miyasida qandaydir boshqaradigan fikri, maqsadi, orzusi bo'lishi kerak-da. Zaruriyat bo'lishi kerak-da. Uxlamay, kerak bo'lsa ovqatlanmay, och qolsa ham ochliqni his qilmay o'qish uchun ustuvor zaruriyat bo'lishi kerak-da. Insonning miyada boshqaradigan bir narsa bo'lishi kerak. Mana shunday. Aytadi-ku, ichkaridan yorilish kerak. Abituriyent. Ishdan yorilish kerak, ishdan his qilish kerak. O'sha maqsadini, nafaqat maqsad qo'yish kerak, o'sha maqsadga erishganda o'zini shu ishda yoki shu o'qishda shunday muvaffaqiyatga erishgan vaqtda o'zini qiyofasini tasavvur qilib bilish kerak. Mana shunday. Ichkaridan yorilish kerak. Hissiyot ko'p narsani hal qiladi. Hissiyotsiz u robot u. Buyruq berasan ishlaydi. Tekshirasan ishlaydi. Tekshirmagan to'xtaydi. Tuxum ham ichkaridan yorilsa sog'lom jo'ja chiqadi deydi bu. Tashqaridan yorsan tuxum nobud bo'lishi mumkin. Biz abituriyent tashqaridan majburlab yuramiz, uraveramiz, so'kaveramiz. Bu ichkarida boshqa narsani istab turibdi u. Va sening dars o'tishing yoqib turgani yo'q, sening gaplaring yoqib turgani yo'q. Bu boshqa narsa. His qilib turibdi. Va shu abituriyent shu hissiyotlari bilan ishlash kerak. Individual ishlashda shu yerlarida foydasi bo'ladi. Auditoriyada gruppada ayta olmaydi u gapini. Demak, jamoa bilan ishlashdan individual ham siz shug'ullanib turasiz. Individual bor desangiz. Qo'limizdan kelgancha endi vaqtimiz yetgancha shug'ullanamiz. Ko'p repetitorlarda o'zimizda endi hamma ham individual ishlashga, ularning ichki kechinmalari bilan ishlashga vaqtimiz bo'lmaydi. 1 yilda, 16 oyda, 8 oyda hamma narsani chiqib berishimiz kerak. Boshqa fanlar ham bor. Uni eshitib o'tirishga bizning vaqtimiz bo'lmaydi yoki biz uni chaqirib individual ishlaymiz degan vaqtda uni vaqti bo'lmasligi mumkin. O'zi ko'proq gasanasiz. Shu individual o'sha ichki kechinmalari bilan ko'proq ota-onasi ishlash kerak-da uni. Ota-ona. Ota-ona ishlash kerak. Ota-ona ustoz bilan, ustoz o'quvchi bilan, o'quvchi ota-ona bilan shu uchburchak bor o'zi. Uchburchak. Shu uchburchak mustahkam bo'lsa, ana shunda natija bo'ladi. Ustoz, ota-ona, o'quvchi. Men bilan o'quvchi o'rtasidagi munosabat buzilsa, tushunmasak bir-birimizni yoki men bilan ota-ona o'rtasidagi tushunmovchilik bo'lsa yoki ota-ona bilan farzand o'rtasidagi ziddiyatlar qaysidir bir qismi uzilsa, o'sha uchlikning kayfsin tushib ketadi. Natija bo'lmaydi. Men harakat etaverib natija bo'lmaydi. Mana shu uchburchakni mustahkam ushlash kerak. Uchburchak sinmas burchak. Ota-onalar bilan yaxshi ota-onalar ham bo'lgan, misol uchun ko'p ota-onalar tushunadi menimcha. Hozir avvallari ota-onalar ham, avvallar ham shunday edi, ko'p hozir kategoriyalar hamma bo'lingan. Nera borib yurgandan bilmaydi. Nima qilib yurgani, telefonda kim bilan do'stlashayotgani ni bilmaydi ota-onalar ham bor, lekin aynan kim, nerda, qachon dars o'tdi, qachon chiqdi, qachon kirdi so'rab turganlar ham bor. Ko'p ota-onalar qiziqadi. Endi o'zining farzandini hayoti ko'proq o'qituvchidan ko'ra ota-onaga ko'proq muhim narsa. Manfaatni ham,
o'qituvchidan ko'ra ota-ona ko'proq ko'radi manfaatni. O'quvchi o'qishga kirsa. To'g'ri emasmi? Obro'sh. Shuning uchun ota-ona kerak bo'lsa o'qituvchidan ham ko'proq harakat etish kerak. Uni o'qishga kirishini o'qituvchidan ham ko'proq istash kerak. Faqat pulni to'lab bu yerda o'tirmang, o'zim. O'qituvchining darslariga kelib, kuzatib, oyda bir kelsa bo'ladi masalan. Lekin bir yilda bir marta kelmaydigan ota-onalar bor. Mayli kelmasada ham telefonda bog'lanib turish mumkin edi. Masalan, Telegramda natijalarni so'rab turish mumkin edi. SMS yozib so'rab turish mumkin edi. Telefon qilib yoki shuni ham qilmaydiganlar bor. Keyin buni natija qiziqtiradi. Natijasi past chiqsa bo'ldi deydi, o'qituvchini o'qitmabdi deydi. Yaxshi emas ekan. Bu boshqa o'qituvchi qilib o'tasan deydi. Shunda beradi o'qituvchi olmasdan. Masofadan turib bizga repetitorlarga baho berib o'tiraveradigan ota-onalar ham bor. Agar u ota-ona o'qituvchi bilan mustahkam munosabat o'rnatsa, natijalar haqida fikrlashib tursa, bolani xarakteri haqida fikrlashib tursa, biz tezroq natijaga erishamiz. Effektivligi bo'ladi, ba'zi. Effekti zo'r bo'ladi. Podkursimdan boshqa yerdan yomonlik kelgan o'quvchilar ham bor, masalan, narimda borib edi, ya bo'lsam keyin kelib sen ham olasiz degan. Astan ketib boshqa nima qilishim degan. Endi o'quvchilar baribir yosh bo'ladi u narsa. Yosh ko'krak hamma narsa bo'lishi mumkin. Mavzu bu yaxshimi? Hamma repetitorda bor bu, yaxshi emas bu. Bunday o'quvchini iloji boricha boshqa repetitorga gap topib, boshqa repetitorni yomonlab kelgan o'quvchini iloji boricha qabul qilmaslik kerak kursga. Chunki u vaqti kelib, bir kun kelib seni ham yomonlaydi-ku. Senga ham xiyonat qilib ketadi u. Ko'p hollarda shunday bo'ladi. Bu ozgina bo'lsam, masalan, maktabda o'qitdim uni, boshqa repetitor o'qitdim. Ozgina bo'lsam, shuni auditoriyasida 1 oy, 2 oy, baribir ozgina muddat bo'lsam, o'tirdik o'sha yerda, bir ikki narsa o'rgangandi, do'stlar orttirgandi. Yaxshini uchun menga kelib yomonlaysan masalan shuni. O'zina borib ayt, kamchiligini, u tuzatsin keyin. Chaqirib olib, to'g'ri emasmi? Auditoriyasini aytib bo'lmaydi endi kamchilik. Chaqirib olib, "Men shu narsa ma'qul emas. Agar shuni hafta ichida, 10 kun ichida to'g'rilasangiz, men sizda qolaman podkursingizda. Yo'q, to'g'rilaolmasangiz, men ketishga majburman. Bozorga boramiz masalan. Kiyim-kechak olish uchun kamchiligi bo'lsa aytamiz-ku. Bizga yoqmasa, rangi yoqmasa, razmeri yoqmasa masalan. Yoki firmasi yoqmasa. Pul to'lab turibmiz-ku, chunki u bizga pulimizni sotib olyapmiz. Do'konchiga kamchiligini aytamiz-ku, yo'q, menga to'g'ri kelmaydi bu deb. Nima uchun repetitorga aytmasligimiz kerak? Shuncha pulni repetitorga beramiz, abituriyentlarga qaratib aytadigan gapim, men auditoriyamda ko'p aytaman. Shuncha pulni topshiradi repetitorga, menga indamasa bo'ldi deydi abituriyent. Damlaga savolim yo'q deydi. Shunday qarab o'tiraveradi. Ustoz nima desa shu. Nima yozdirsa shuni yozib oladi. Oxir u haq to'lab turibdi-ku. Nima uchun tartishmaydi repetitor bilan? Bu masalani ishdan shu son tushunmadim. Ya'ni bu o'tgan mavzungizni ishora tushunmadim. Men qaytadan tushuntirib bering. Nima uchun bunday bo'ldi? Mohiyatini yaxshilab tushuntiring. Savol berib, javob berib, darslarda qatnashsa bo'ladi-ku o'quvchi. Buni haqqi ketib turibdi, vaqti ketib turibdi. Bozorga borsa shu 50 ming so'm, 100 ming so'm tovarni qimmat aytsalar, biz o'zbekka talashib, urushib, ayda arzon ekan deb shu bilan tortishib, bizda olmay chiqib ketadiganlarimiz bo'ladi do'kondan. Lekin repetitorga oyina kamida 400-500 ming so'm pul berib turibdi o'quvchi. Bir yilda bir marta savol bermaydigan, tortishmaydigan o'quvchilar bor. Ota-onalar bor. Pulni farzandiga berib beradi, olib beradi. Qiziqmaydigan. Mana bu narsa repetitor uchun yaxshi u. Oson pul topish yo'li. Abituriyent uchun, ota-ona uchun yomon. Ertaga natijasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi baribir. To'g'ri emasmi?
Shuning uchun abituriyentdan talab etiladigan narsa repetitorni qiynash kerak u natijaga erishish uchun. Repetitordan talab etiladigan narsa abituriyentni tayyorlashda qiynalmaslik kerak. Savoliga javob berishda ham, tushunmagan mavzularni o'tib berishda ham u 0 bo'ladimi, boshlang'ich bo'ladimi, o'rtacha bo'ladimi, kuchli bo'ladimi, qiynalmaslik kerak bo'ladi. Asabiylik, asabiylashish, charchoq bo'ladi repetitorda. Qaysidir abituriyentlar nervini buzgan vaqtda boshqa abituriyentlarga ham jahl qilib qo'yishi mumkin. Bu hamma repetitorda bo'ladigan narsa u. Uni elashtirmaslik kerak, o'tib ketadi u narsa. Lekin repetitordan foydalanib bilish kerak abituriyent. Qisqa xulosam shu. Foydalanish. Bu repetitorga yoqadi bunday abituriyent. Izlanuvchan, savol beruvchan, biror bir mavzuni savol muhokama qiladigan o'quvchi repetitorga yoqadi. Ya'ni uni yaxshi ko'radi repetitor baribir. Tortishgan o'quvchi. Uni esida qoladi shu o'quvchi. Nima uchun? Chunki ko'p o'quvchi tortishmaydi axir. O'zi tortishgani yodida qoladi. Men ham adashmasam birdan 2 gruppa olib borardim, borgan vaqtimda. Ham 0 gruppa, ham o'rtadagi yana bir gruppa, keyin minus gruppa ham bor birdim oxirida. 3 gruppa bo'lgan. Keyin bozor kunlari ham 2 haftada bir, 3 haftada bir o'tardingiz. Men har hafta bozorga, ustoz bu hafta bozorga ishim yo'qmi deb. Yana. Shuning uchun Mediusga kirib, endi tamomladim deganda yo'nalishingni o'zgartirib berdingmi? Endi shu vaqtda charchaqmay endi chiqib turibman deganda. To'g'ri emasmi? Bezar qildikmi yani men hamma gruppa qo'shib berib seni. Yo'q. Men o'zim xohlaganman chunki natijani va o'zim ham ozgina shu aytganingizdan ozgina odamlar xarid ekan. Na xarida, lekin u mumkin emas edi bunday gruppalarga girish. Masalan, endi sen ben darsimga ko'proq havas etdim o'qishda, qiziqdim o'qishda. Shuning uchun hozir lekin qo'shmayman men. 2 gruppa, 3 gruppa o'quvchilar. Qo'shib qolmaydi. Zo'r. Endi bu vaqtlari 2 fan, 1 fan bilan ham kerak bo'lsa, Mediusga kirganlar bo'lgan. Hozir ham 2 fan. Hozir 2 fandan maksimal olishdan tashqari majburiy fanlarni ham o'qish kerak bo'ladi, sertifikat olish kerak bo'ladi. Ular ham bergan xabar. Hozir qiyin bo'lib qolgan. Bol ko'tarilib ketgan hozir. Shu o'zgarishlar tasdiqlangan fanlar o'zgarib turadi, ya'ni bu fan qo'shiladi, bu fan qo'shiladi, bu fan qo'shiladi. Kimyo bo'yicha ham yana toza bilimlar yana qo'shilib borilaveradi. O'rganish o'sishdan hozir ham to'xtamasmi hamsang? Yo'q. Shu jarayon. Deyarli har kun izlanishdamiz. Yangilik shu abituriyentlar uchun. Yangiliksiz o'tgan darsim oldingi darsni gaplab bergan bo'lsam, masalan, bugungi darsim meni o'tmagan hisoblanadi. Yangilik qo'shmagan darsim o'zim uchun samarasiz dars hisoblanadi. Shunday his qilaman, lekin abituriyentga ma'qul bo'lgan bo'lishi mumkin. Qaysidir abituriyent savol berib, meni yangilikni aytishga undamagan bo'lsa, qiziqtirmagan bo'lsa, shu darsim o'lik dars hisoblanadi men uchun. Ijod qilinmagan darsda. Demak, siz uchun dars bu ijod. Ijod qilish. Ximiyada ayniqsa ijod. Ximiyada har kun har xil masala tuzilib turibdi. Abituriyent ham ustoz ham tushadi, tushmaydiga ajratmaslik kerak savollarni. Umuman haqqimiz yo'q bunday ajratishga. Ximiyami? Bu asosiysi shu, ximiyada chuqur yondoshishga o'rgatish kerak. Abituriyentni, repetitorlarni. Ana shunday. Menimcha Arbob podkastini g'oyalari bo'yicha ketib boramiz. Yoshlik bobi. Sal ozroq qoldi. Faoliyat bobi zo'r, maktabdagi davrlar zo'r eslandi. Lekin yoshlikdagi yorqin xotiralar va yoshlikdagi detskiy travma deydimi ruschasini yoki masalan yoshlikdagi travmalar, og'riqlar hozir ham saqlanganmi, ular eslab turaman. Yoshlikda eslab turamiz-ku yoshlik travmalari. Va u men hozir ko'p nimalarni biznesga o'qiganda inson agar yoshlikda juda ham katta travmalar olgan bo'lsa, boshqa aytgan bo'lsa, ham yo kuchli bo'lib ketishi mumkin. Yoki bo'lmasam u travmalar uni xarakterini shakllantirib, butun umr uni ta'qib qilishi, hayajonga undashi yoki bo'lmasam nodir bir zo'r ish qilsak bo'lsa, shu
travmalar unga ta'sir qilishi mumkin ekan-da. Sizda qanday bo'lgan shu narsalar? Men uchun juda qiziq. Yoshlikda travmalar bo'lgan. Endi buni hozir hammasini gapirib berib o'tira olmayman. Asosiy o'sha travmadan men o'zimga foyda oldim. Zarar ko'rmadim. Shu vaqtida bizlar bu travmani bizga zarar, biz uchun yomon holat deb hisoblanib bo'lishimiz mumkin, lekin aslida o'sha narsalar bizlarni kuchli qilgan ekan. Sabrli, irodamizni sayqallagan ekan shu narsalar. Shu travmalar bo'lmaganda, shunday qarshilik, qiyinchiliklar bo'lmaganda, balkim bu sohada 20 yil bardosh berishimiz qiyin bo'lar edi. 20 yil oz muddat emas bu. Yana eng qiyin vaqtida o'qitildi abituriyentlar. 20 yil ichida mesela hozir nimam qiyin bo'lmaydi abituriyent o'qitish. Hozir qiyinlik nimada? Hozir repetitorlar, o'quv markazlari ko'payib ketgan. O'shalar bilan raqobatlashish qiyin hozir. Mesela hamma o'zini biznesini yuritish kerak, hammaning qozoni qaynashi kerak. Buni bu qoida shunday hozir. Tushunish kerak, to'g'ri tushunish kerak. Hamma o'zining ishini rivojlantirajak. Lekin qiyin tomoni shu. Lekin o'quvchilarni hozir o'qitish uchun har xil texnologiyalar chiqib ketgan. Zamonaviy. Ham 5 ta yo'nalishdan bari bittasiga kiradi u. Ko'p holatlarda ham avval birgina yo'nalishga masalan bizlar 100 ta o'quvchi topshirtirsak, shuni sana 50-60% kirgan vaqtlar bo'lgan. Eng ko'pi bilan. Chunki kvota kam. Undan ham kam kirgan. Kerak bo'lsa 30-40% tushib qolgan vaqtlar ham bo'lgan. Chunki 300 odamdan 30 odamni oladi o'qish. 50 odamni oladi. Qolganlari yiqilib keyingi yil yana tayyorlanadi. Hozir yiqiladigan o'quvchi yo'q. Hozir hamma ya texnikumga, ya xususiy institutga kirib ketadi. Lekin saytganda ya chet davlatga ketadi. Shuni hammasini o'qishga joylasa bo'ladi hozir. Shuning uchun hozir 100% o'qishga kirdi o'quvchilarim desa, ajablanish kerak emas. Mana shunday. Avval ham hozir tez imtihonlar bo'ladi. 3 oydan 4 oydan mana sertifikat imtihonlari bo'ladi. Qaytaga kirish mumkin. Tez imtihon topshirish o'quvchini zeriktirmaydi. Avval uzoq imtihonga tayyorlanadi o'quvchi. Bitta yummaradi. Hozir 10-klasslar ham topshirishi mumkin. Avgustda imtihon. 11lar ham topshirib ko'rishi mumkin. Topshirib ko'rishi mumkin o'zini sinab. Unda ham 11-sinfda bir marta imtihon bo'ladi. Bu ham avgust oyida bo'ladi. O'sha imtihongacha bo'lgan uzoq davr bor-ku, bolani ham, ustozni ham charchataradi. Chunki hozir 3 oydan 4 oydan sertifikat imtihonlari topshiradi o'quvchi, natijasini ko'ramiz hozir. Yo hisob chiqdi, yo yuqori oldi. Baribir ikki holatda ham motiv bo'ladi o'qituvchi uchun. Kamchiliklar. Kamchiliklarni bilib olsa, u yana harakat etadi. Agar qaysidir o'quvchi sertifikat oladigan bo'lsa, u o'qituvchiga yanada kuch beradi. G'ayrat beradi ishlashini boshqa o'quvchilar bilan. Yana aytchag'im, hozir o'qishga kirgizish, natija ko'rsatish oson, Fayzullo. Hozir oson. Qiyin tomoni o'sha raqobatdan o'quv markazlarining reklamasi bor. Mana shu raqobatni yengib chiqish. 20 yildan beri bo'ldi, charchadim. Bu karmon yakun yuribdi, to'xtataman, boshqa kar o'taman. Ne vaqtiz ko'p aytamiz. Chunki qiyin kasb. Son-sanog'i yo'q. Deyarli har kun aytmoqlarim bo'lgan. Ketib ham qolganman guruhim tashlab ba'zida. Lekin nimadir yana shu auditoriyaga undagan. Yana qaytib kelib, yana o'qitamiz, hech narsa ko'rmagan. Alloh bog'lab qo'yibdi deyibsiz. Biz rizqimizni shu auditoriyaga yozib qo'yibdi.
Shu repetitorlar orqasidan yozib qo'yibdi. Charchaganda repetitorda bo'ladi unday holat. Asabiylikdan. To'xtataman, tarqataman sizlarni, o'qitmayman boshqa ishga o'taman. Bu ham maqsad emas, boshqa ishga o'tishim. Hammada bo'ladi u. Lekin davom qildirib kelaveramiz. Sani biror marta o'quvchisiz, yoki masalan, argin bo'lib turgan bilmayman. O'quvchilaringiz siz adashdingiz, mana bu yer noto'g'ri. Meniki to'g'ri degan vaqtlar bormi? texnik xatolar bo'lishi mumkin. Bir reaksiyada masalan koeffitsient tushib qolishi mumkin. Bir masalada hisob kitobda masalan o'quvchilar hisoblab o'tiradi kalkulyatorda, o'qituvchi shu o'quvchilar hisoblagan narsasini yozib ketadi do'stga. Va shu bo'yicha masala xato yo'nalishda ketib qoladi. Shunday yerlarda to'g'rilag'anlar, o'zining xatosini o'zlari to'g'rilag'anlar. Lekin bunday mendan qo'pol xato topolmaganlar. Chunki ishlaganmiz axir. Xatolarimiz ustida vaqtida. Ishlaganmiz. Auditoriyada xato topish darajasida dars o'tmaganmiz. Ya'ni charchoqlar bo'lgan bo'lsa, xayol boshqa yerga ketib qoladigan bo'lsa, texnik texnik xatolar bo'lishi mumkin. Kichik xatolar bo'lib qolishi mumkin. Lekin asosan yo'nalishda xato etmaganmiz. Uslubda xato bo'lmaydi. Mana o'qituvchi uslubda yine tayyorlash uslubi, strategiyada xato bo'lmasligi kerak. Shunday. Masalan, boshqaruvdagi odam, roldagi odam kichik xatolar qilishi mumkin yo'lda. Sal rolni chap olish mumkin, o'ngga olish mumkin, chiziq bosishi mumkin. Masalan, lekin boshqaruvni yo'qotib yo'ldan chiqib ketmasi kerak bo'ladi. Repetitor ham shu roldagi odam. Nera batirganliklarini bilish kerak. Bir ikkita bergan savollaringizni to'ldirish qilaman. O'sha repetitorga qaratilgan gaplar, otilgan toshlar borku, g'iybat bo'ladi masalan. Yoki reklama qiladi, yoki bir o'quv markazini kimlardir, boshqa o'quv markazlarini pastga uradilar. Shu narsa yoki repetitorni ochiq auditoriyada yomonlaydi. Mana shu narsaga e'tibor bersa, u repetitor meni yomonlabdilar deb uni yomonlashga tushsa, uning izidan ish qilishga tushsa, u boshqaruvni yo'qotadi. Auditoriyada. Boshqaruvni yo'qotish o'sha mashinada yo'ldan chiqib ketish bilan barobar. Bir xil. O'zing bo'lsan gap yo'q. bo'lsa degaysiz. Yanında yo'lovchilar bo'lsa, sen guruhni tartib ketasan axir. Sen guruh bilan birga koeffitsiyenting tushib ketadi. Shuning uchun e'tibor bermaslik kerak. Yangi repetitorlarga aytadigan maslahatim ham, taklifim shu. Bir kun keldilar, biz akademik litseyda ishlaymiz. To'g'ri keldilar. Mana bu brenddanmiz dedi. Men aytdim, mana bu brenddanmi, qanday afzalliklaringiz bor desam, og'a ber yomon, og'a ber bo'lmaydi, og'a mundim deb yarim soat so'zlabdi. To'g'ri tushundim o'shada, do'stim. O'zlaringizni brend nomi nima? Falon brend. O'zini afzalliklari bormi dedim-da. Boshqa birov qo'shib yotibdi, yana biz mana bu brendlar yomon-ku, unday-ku. Xo'p, yaxshi, muammo bor, nima bor. Lekin bu brendni nima qilaman? Uni boshqa nima? Shunga urg'u berib o'zini afzalliklarini aytish kerak, to'g'ri. Boshqalarni pastga urmaslik kerak. O'zini yutuqlarini ko'rsatib berish kerak. Har bir repetitor, har bir o'quv markazi o'zini erishgan yutuqlarni. Bu shunday holatlarni ko'rganman. Instagramlarda shunday reelslar tarqaladi. Bu bizning o'quv markaz, bu boshqa o'quv markazlar deb boshqa o'quv markazlarini ochiqchasini yerga urib, o'zini sertifikatini ko'rsatib, boshqa o'quv markazlarining sertifikatini o't qo'yib, yoqib berib, ana shunday videolar ishlagan o'quv markazlari ham bor. Masalan, bu bo'lmaydi. Lekin shunday
holatlarni guvohi bo'lganman. 2 yil o'zi 2 yil bir o'qituvchida tayyorlanib, boshqa o'qituvchiga o'tib, 3-yili natija ko'rib, Medyusga kirib, boshqa o'qituvchilardan natija ko'rmadim. Mana shu ustoz meni tayyorlab Medyusga kirgizdi degan videolarni chiqarganlar Instagramda. Ataylab. O'sha 2 yil tayyorlagan o'qituvchisi eshitib qolib shu videoni ko'rib qolib. Men o'zimga chiqib, Sanatbek shunday bo'lib turibdi, og'ir bo'lib, yomon bo'lib turibman. O'zim menda tayyorlanib ketgan qiz shunday reklama ishlayapti. O'zini ustozini bir tiyinga olmagan. Mayli aytmay qo'yaver. Men shu panaga ustozda tayyorlanib, 1 yil tayyorlanib o'qishga kirdim. Rahmat shu ustozga. Yetadi-ku shu. Shu yerga kelsangizlar sifatli ta'lim olishingiz mumkin deb qo'yar bu. Boshqa ustozlarda natija ko'rmadim. Yana ustozda demagan, boshqa ustozlarda natija ko'rmadim degan. Bu degani Xorazmda birgina repetitorni u maqtab, boshqa ustozlarni yerga o'tiribdi. U repetitor ham uyda tajribasi 5 yil, 6 yil bo'lmagan. To'g'ri halol bo'lsin, tayyorlabda kirgizgan domadi. Hammamizda bo'ladi bunday holat. Ko'pchilik masalan o'qishga kirgizgan o'quvchilarimiz masalan baribir yarim tayyor holatda keladi. Fundament bilan keladi. Maktabdan yoki boshqa repetitordan o'tib kelayotganlar bo'ladi. O'sha kim unga bir narsani o'rgatgan bo'lsa, fundament qo'yib bergan bo'lsa, shuni qadrlash kerak. Rahmat aytib yurish kerak shuni. O'quvchilardagi xato shu. O'qituvchilardagi xatosi uni eshitib turib befarq qarab turish. Yana alangani ko'zatish. O'sha o'qituvchisini qadrsizlashni o'rgatmaslik kerak. Qadrlashni o'rgatish kerak. Maktabdagi o'qituvchilarga ko'p holatlarda havas qilaman men. Maktabdagi o'qituvchilar shunday o'quvchilar keladi bizga podkursga tayyorlanmoq. Maktabdagi o'qituvchilarga rahmat aytaman. Fundamentni qo'yib beradilar. Shu asosiy eng qiyin yeri shudan o'zi. Albatta. Fundament bo'lsa foydasi tayyor bolani o'qitib natijaga olib chiqish hammaning qo'lidan keladi. Hammaning auditoriyasida bor bunday o'quvchi. Shuning uchun maktabdagi o'qituvchi yoki mana yangi boshlagan repetitorlarda shunday holat bo'lib qolishi mumkin. O'quvchisi endi pishdim degan yerida boshqa repetitorga boshqa domlaga o'tib ketib qolish mumkin. Endi tayyor bo'ldim degan e'lon qiladi baribir. U esa ozgina bir paxsa qo'yadidan natijaga erishadidan Instagramga chiqaradi. Mana natija zo'r deydi. 180 balldan ziyod olgan, 3 fan 4 fandan sertifikat olgan. Ki uni ko'rib boshqa kuchliroq o'quvchilar ham shuna qarab intiladi. Bu ham mehnat qilgan, fundamentni qo'ygan, orzu umid etib o'tirgan, shundan natija kutib o'tirgan o'qituvchi qolib ketaveradi yig'lab. To'g'rilab qo'ymaydi. Mayli kimda tayyorlansa, lekin qadrlashni bilish kerak shularni. O'shalarga hech bo'lmasa bayramlarda SMS yozib, tabriklab, yoniga bormasa ham, yo birovlardan rahmat ayttirib, shu o'qituvchining ko'ngliga ta'sir qiladigan narsam shu. U sendan pul so'ramaydi. Unga mehr bersang, uni ardoqlasang, qadrlasang, u uchun eng yaxshi shogirdsan sen. Puldan ham muhimi shu. Hozir ham birinchi o'qitgan ustozimiz, kimyo ustozimiz Gulbahor Shamatova. O'zi hozir Xayribat mahalla fuqaroligida rahbar bo'lgan. Rahbarlik lavozimini ham qanday o'sha o'qituvchilikni mas'uliyat bilan ko'nikmalar bilan yondashgan bo'lsa, va uni ham shu darajada har birisini punktual yondashib ishlaydi. Undan so'ragan ustoz shunday private school yoki bo'lmasam shunday narsa qilyapmiz deb, ular ham duo g'ayrat qo'yganlar. Keyingi ustozlarimiz ham hurmat etamiz qo'ldan kelgancha. Uzr so'raymiz agarda qaysidir ustozlarimizni sizni ranjitib qo'ygan bo'lsa. Siz bilan ham bir chiroyli vaziyatlar bo'lgan, chunki men universitetda topshirganimda siz tez yo'nalishga grant kirasan demadingiz, esa men litsvak davolash ish yo'nalishiga kiraman deyapman. Shu vaqtda kim buni
Hali bir şey eslatdim hozir jarayonni. Sen o'xshagan bir qiziqcha ham bu. Hammamiz nalkanmiz, ya'ni girumida bo'lganmiz, davolashishni, lekin baribir uchrashib shu vaqtda xafat qilmamamiz ustoz. Aytinglar. Yo'q. Abituriyentlardan, shogirdlardan xafa bo'lmaymiz. Yoshlikda bo'laveradi endi unda. Muhimi natija ko'rsatdingizlar-ku. Ishonchni oqladingizlar. Birinchisi tabriklaymiz shu. Telefoningizni girdim, lekin afsus kontrakt girdim, keyin kelib tayyorlanaman. Deb turganimda, "Hol sen kellang ma'muzi bilan 3 yil tayyorlanib turib kontrakt girganlar bor. DPga masalan qo'shimcha kontrakt girganlar bor. Lekin siz bu yerda sen bilan grant girdi, kontrakt girding deb onu aytganingiz halidan esimda doğrusu. O'sha kuni kechadi ota-onam nada derazada qarab o'tirgan ekan. Nima bo'ldi? Keyin ular ham so'rab ertalabgacha hamma bilgan. O'xshagirdi, faloncha o'xshagirdi, boshqa deb. Zo'r bu jarayondan doğrusu ko'plar aytadi, men ko'p nimalarni xususiy sektorda ishlaganmiz. 2-3 yil rahbarlik lavozimida ko'p aytganlar, ya'ni o'xshagirish bu hech qanday muvaffaqiyat emas. O'xshagirish repetitorlarning nalari faoliyati yakunda tugaydi, boshqa provokatsion gaplar, boshqalar nimalar ham eshitib qolamiz, boshqa aytamiz, lekin bu xato tushuncha deb o'ylayman. Lekin aynan misol uchun saytimiz xususiy sektorga girsa ham u kimyoni o'qib girsa, kimyoni o'rganib girsa, ertangi bir kun biokimyosi bormi? Eng qiyin bo'lgan. Bizning medinstitutda eng qiyin bo'lgan bosqichlar bu o'zi. Biokimyo bosqichi ham shuning ichiga kiradi. Chunki bu qiyin, bu o'sha Krebs sikli deydi. Oksidan almashinuvi har qanday moddadan, uglevodorodlardan, yog'lardan, hammasidan glyukozani paydo bo'lishi ish qilib mazzaqashtiradi mana ko'ramada uni. Lekin baribir shu nimadan o'tish kerak-ku, xususiyda o'tadi shundan buyondan. Baribir shu ustoz. Aytsakim baribir kerak bu narsa va davom qiladi. Kelajakini qanday his qilasiz repetitorlik faoliyatini? Endi ayrimlar repetitorlik tugaydi deb aytadilar, men o'zim ham bu tugamaydi repetitorlik. Ko'rinishlari o'zgaradi. Qanday qilib tugaydi? O'quvchining bilimi sayoz ekan, baribir repetitorlarga ish tushaveradi ular. Ya maktabdagi o'qituvchilar tayyorlaydi qo'shimcha, ya o'quv markazidagilar tayyorlaydi. Ko'proq ham tushadi ishi bundan keyin repetitorlar. Chunki mana ximiyani yaxshi biladigan shogirdlarimiz hammasi doktor bo'lib ketadi. Kim ximiyaga topshiradi? Ximiyaning saviyasi tushib boryapti kundan kun. Nimaga? O'sha kuchli doktor bo'lib yetishsa shular, o'sha ximiyani yaxshi biladilar, ximiyaga topshirib, nega medinstitutga topshirib kuchli doktor bo'lib chiqsalar, uning bolasi doktor bo'laman desa, o'shaning farzandi doktor bo'laman desa, uni kim tayyorlaydi? Keyin doktor tayyorlanmaydi-ku. Institutda. Kuchli ximiklarimiz shu ximiya biologiyani chuqur o'rganib, medinstitutlarga ketib turibdi. Hech kim ximiya matematikani chuqur o'rganib, ximiyachi bo'laman, repetitor bo'laman degan maqsadni qo'ymaydi. Chunki ko'radi-da ustozi qanday qiynalib turganini u uchun. Shuning uchun unda og'riq qoladi-da. Men deydi, repetitor bo'lma, qo'y deydi. Kalla og'riq ekan. Lekin uni o'zini tayyorlab kirgizdik biz medinstitutga. Lekin u bizning kasbimizga havas etmaydi. Mana shunday boraveradigan bo'lsa, ximiklarning saviyasi tushib boraveradi. Baribir avvaldan keltirilgan kuchli ximiklar bor, to'g'ri. Ular ham quvvati tugaydi, hamma vaqtda deb yonib turmaydi-ku. To'g'ri? Yoshlarga qolamiz. Albatta. Keyingi avlodda turish kerak bu narsa. Kim tayyorlaydi? Keyin shu kuchli doktor kuchli ximikni izlaydi. Qani o'sha kuchli ximik? Keyinchalik. Shuning uchun ximiklar ishlashi kerak. O'zim ustida ishlash kerak. Shuning uchun YouTube sahifamizni alohida ko'rishlaringizni va har bir daqiqasini shu intizorlik bilan kutishlaringizni tavsiya etaman. Chunki balkim 40 lik qo'yilar, balkim bir direktda qo'yish ham ehtimoli yuqori. Balkim siz ko'rmagan yerda siz uchun kerakli ma'lumot, siz uchun kerakli bo'lgan xulosalar, 20 yillik xulosalar bilan tarafda berilgan bo'lishi mumkin.
va aytib o'tamanki, yoshlikdan harakat edingki, men kimyochi ustoz bo'laman, o'sha primary schoolda ishlayman deb. Kimdir doktor bo'lishni orzu qiladi, to'g'ri, lekin hamma doktor bo'lolmaydi-ku. Kimdir ularni ham tarbiyalash kerak, kimdir ular ham bir narvon bo'lib berish kerak-da. Shunday yerlari. Ustoz esa endi arbob podkastimining mohiyatida boblarga bo'lgan edik. Kelajak bobi. Kelajakda qanday orzularingiz bor, qanday niyatlaringiz borki, maqsadlaringiz borki, unga erishish uchun harakatdasiz. Endi sizdan barcha zaruriyat bor, xohish bor, jamiyatdagi og'riqlarni qondirish bo'yicha sizda qanday? Endi natijalarim o'zim kutgandan ham ziyoda natijalarga erishganman, Allohga shukr. Allohning qudrati bilan. Endi birgina narsani ko'rishni istayman. Bizni chiqargan shogirdlarimiz natijasi bilan quvonishni istayman kelgusida. Boshqa maqsadim yo'q. Shularning natijasini ko'rsam, shularning o'qishlariga kirgizgan o'quvchilarni ko'rsam, sertifikatlarni ko'rsam, xursand bo'laman. Shundan rohat oladigan darajaga yetib keldim. Meni manfaatga bog'liq maqsadim yo'q. Rejam yo'q. Foyda olish, falan ishlarni qilish, biznes qilish degan narsalar bo'laveradi narsalar. Asosiy men rohatlanadigan narsam o'zimning chiqargan shogirdlarim bor, shu shogirdlarning natijasini ko'rsam deyman. Ve shu shogirdlarim orqali meni eslab yursalar, shu Isayevning shogirdi shu. deb. Isayev kimlarningdir asabiga tegan bo'lsa ham Isayevning shogirdlari shu yana o'zi ketsa ham shogirdlari qoldi yana. degan gapni ayttirish. Bu juda ajoyib maqsad. Ko'p insonlar barcha o'zini o'ylashi mumkin. Ustoz bizda blitz tezkor javoblar, qisqa javoblar iloji boricha o'ylanolmaydir. Birinchi xayolingizga kelgan narsani urishingiz kerak bo'ladi. Kimyodan tashqari qaysi fan ko'proq sizni maftumatadi? Matematika. Agar kimyoni bir so'z bilan ta'riflash kerak bo'lsa, nima degan bo'lar edingiz? Mo'jiza. Sizning fikringizcha eng chiroyli kimyoviy reaksiya nima? Kimyoviy mahluqot reaksiyasi. 21 mingdan ziyod kislorod qatnashadi reaksiyada. That's great. Qaysi kimyoviy element sizning shaxsingiz uchun, shaxsiyatingiz uchun yaxshiroq tasvirlab beradi? Simob. Chunki harakatchan. Xo'p. Dars tayyorlayotganda choy yoki qahva? Choy. Oq doskami yoki klassik bor doskami? Bor doska. Yakka yoki guruhda o'qitasizmi? Guruh. Tong odamimisiz yoki tungi boyqush? Tong. Tong odamisiz. Siz talabalarga ko'proq aytadigan so'zingiz? To'xtama harakatdan. Harakatdan to'xtama degan so'zni. Davom et. Bo'lmasam, ustoz, men sizning kelajakdagi ishlaringizni omad tilayman. Ayamin shu qimmatli vaqtingizni hozir menimcha o'zingiz kurs boshlagansiz, 100 kunlik, yo 90 kunlik challenge men. Express kursi 100 kunlik challenge boshlagansiz. 10-sentyabrda boshlandi. Uni o'zina vaqt ketib turibdi. Bu ham tarafda menimcha Yangi bozorda, Urganchda va Afisio. Yana boshqalarda ishlab tursiz. Bu ko'p vaqt oladi. Shundan ham keyin vaqt ajratib kelganingiz uchun men sizni juda hurmat etdim, chunki baribir o'quvchilar, ota-onalar va endi chiqib kelayotgan repetitorlar aytadigan gaplaringiz bor edi, bu kerak edi va 2025-yildagi oliy ta'lim muassasalariga topshirish, ta'lim o'zi sferasidagi ko'p odamlar ham ko'rsa manfaat oladi degan. Men ko'p o'ylayman, bu narsani olishi kerak, ko'rishi kerak deb o'ylayman. Va omad tilayman sizni. Boshqa qanday proyektda loyihalarga turibdi? O'sha ekspressdan tashqari. Endi keladi, xudo xolasa. O'qituvchilarni o'zlarini ham tayyorlab turibsiz menimcha. O'qituvchilarim bor. Toifa uchun va sertifikatlar uchun bor. Xulosa sifatida nima aytgan bo'lar edingiz? O'sha endi boshlagan faoliyatini San'atbek Isayev hali endi boshladi. Og'riqlar, to'xtataman degan vaqtlarini nima degan bo'lar edingiz? Motivatsion so'z o'zingiz uchun. Sabr qil. Bundan ham betari bo'lishi mumkin edi. Shukr qil degan bo'lar edim. Chunki biz bilmaymiz, bizlar hozir isyon qilamiz. Og'riqdan qiynalamiz, muammolar bilan, dardlar bilan. Lekin bundan betari ham bizni balkim kutib turgandir.
balkim shu o'rinda bundan betari kelishi mumkin edi. Shuning uchun qanday odam baxtli? Boriga rozi bo'ladigan odam, shukr qiladigan odam baxtli. Shuning uchun shukr qilishimiz kerak. Undan betaridan Alloh saqlasin. Hammamizga omadimizni bersin. Rahmat. Alloh razı olsun. Yaxshi kunlarda görüşüp o'tirish nasib etsin. Omad ishlaringizga. Rahmat. Bo'lmasam, shuning bilan bizani bugungi Arbob podkastimiz yakunlandi va bu yerda biza 20 yillik tajribaga ega bo'lgan San'atbek og'a Isayevni ko'p qirralarini, ko'p kechinmalarini va qanday nimalarga e'tibor berish kerak bu jarayonda, pozitsiyada bu rolni, qiyinchiliklari, plusi, minusi, mashaqqatlarini aytishga harakat etdik. Kamchiliklarimiz bo'lsa, buni kommentariyada aytsangizlar va o'zimni aylantirishga bo'lmasa San'atbek ustozimiz o'zini aytishga aytsangizlar, konstruktiv tanqidni 100% qabul etamiz va bilib qo'ying, keyingi Arbob balkim siz bo'lishingiz mumkin.